Orqaga, u yerda Baretning odamlari turibdi, deb xitob qildim-u, Paulani yana tor yo'lak tomonga itardim. Ular hali sizni ko'rishgani yo'q. Men bu yerdan chiqib chalg'itib turaman. Ular ortimdan yugurgan zahoti siz darhol pastga tushib, yuk mashinasiga o'tiring. Iloji bo'lsa, birinchi duch kelgan telefongacha yetib boring-u, Miflinni chaqiring. U odamlari bilan tezroq kelsin. Okey? Qaltis vaziyatlarda Paula hech qachon tortishib o'tirmaydi. U qo'limni qisdi-yu, bosh irg'ab tushundim degandek ishora qildi va o'zini qorong'ilik ichiga oldi. Shu tariqa men g'ordan yana chiqib qochdim. Bir necha kishi ilon izi so'qmoqdan yuqoriga chiqa boshladi. Ko'tarilish haddan ziyod tik bo'lgani bois ularning harakati sust edi. Menga nimadir deb qichqirishdi. Men esa qayerga qochishni belgilash maqsadida shosha-pisha atrofni ko'zdan kechira boshladim. So'qmoq yo'l tor yo'lakka kirish oldidan ancha uzoqqa burilib ketgan. Ochiq kon chetidan bir necha yardni qamrab olgan edi. Men endi aslo kuch-quvvatim so'nmagan holda so'qmoq bo'ylab jadallab ketdim. Ochiq kondan yuqori chiqqach, o'sib yotgan butalar ortida qum tepalari va ular ortidan boshlanib ketgan sahroga ko'zim tushdi. Bu sahro Monteverde koniga tutashib ketardi. Chap tomonimda San-Diegoga o'tuvchi avtomobil yo'li ko'rinar. Paula yo'l olmagan bo'lsa, men o'sha yoqqa qarab qochishim mumkin edi. Agar shu tomonga qarab qochsam, u meni ta'qib qilayotganlarning orqasida qolib ketadi. Shunday ekan, mening vazifam ularni iloji boricha Pauladan uzoqroqqa olib ketishdan iborat. Agar unga yordam bermoqchi bo'lsam, men boshqa tomonga, o'ngga, qumtepalarning naq o'rtasiga, butazorlar markaziga qochishim kerak. U yerda xilvat joylar ko'p bo'lib, bemalol yashirinish mumkin. Men abjirlik bilan yumshoq qum ustida bir butadan boshqasiga chopib yugurardim. Bu daraxtlar meni ta'qib etuvchilar ko'zidan yashirsin, derdim. 10 yard masofada chopib, bir lahzaga to'xtadim-u, ortimga qaradim. Karyer tepasida hali hech kim ko'rinmasdi. Bir oniy fursat ichida qattiq bezovta bo'ldim. Ular Paulani topib olishmagan bo'lsin-da, deb xavotirlandim. Ammo shunda ta'qib etuvchilarning qichqiriqlari yetib keldi. Demak, ular kondan sakrab chiqib ketishadi deb o'ylash mumkin. Men qalin buta tagidan chiqib, serrayib qotib qoldim. Deyarli shu lahzada karyerdan birinchi odamning boshi ko'rindi. Uning ortidan yana 4 kishi paydo bo'ldi. Ular to'xtab, atrofni ko'zdan kechira boshladilar. Ana shunda yana 3 kishi qo'shildi. Bular bosqinchi ko'rinishdagi baquvvat yigitlar edi. Ulardan 4tasining egnida ochiq qizil chiziqli paxtadan tikilgan sport kiyimi bo'lib, qolganlar ancha uringan kostyum kiygan va shahar xarobalarida istiqomat qiluvchi kishilar edi. Ular orasida keng, yag'rindor, pakana kishi ajralib turar. Aftidan u boshliq o'rnida bo'lib, buyruq berishni kanda qilmasdi. 4 yigit chapga, avtomobil yo'liga chopib ketdi. Qolganlari esa yarim doira bo'lib olib, men tomonga kela boshlashdi. Men butalar ortiga berkinib, keng joydan boshqa butalar orqasiga sakrab o'tdim-da, yana orqamga qarab olish uchun to'xtadim. Ta'qib qiluvchilar ham to'xtab, qaysi tomonga qochganimni bilolmay qolishdi. Agar men haddan ziyod ehtiyotkor bo'lsam, ular topa olishmaydi. So'ng karyerga qaytib, u yerdan Paulani topishadi, deb o'yladim-u, butalar tagidan chiqib, ochiq yalanglikka tomon yugurib ketdim. Orqamdan eshitilgan qichqiriqlarga qaraganda, ular meni payqab qolishdi. Shuning uchun to'g'riga qarab tashlandim. Oltin nurlarini sahro ustiga sochgan quyosh tezgina botdi. Ammo shunga qaramay, kun hali issiq, qaynoq qum ustida chopish qo'rqinchli ravishda og'ir edi. Men orqaga qaray-qaray, birinchi 4 kishi yana orqasiga qaytib, quvishga qo'shilganini ko'rdim. Ta'qib qiluvchilar yarim doira bo'lib, meni tobora sahro tomonga siqib kelardilar. Shu bilan katta avtomobil yo'lini qirqib qo'ydilar. Issiq aftidan mendan ko'ra ularga ko'proq xalaqit berar. Bordi-yu, men oraliq masofani saqlashning uddasidan chiqa olmasam, quyosh ufuq ortiga berkinmaguncha ulardan qutulib ketish imkoniyatiga ega bo'laman. Aftidan bu fikr ularning ham xayoliga keldi shekilli. Orqadan o'q ovozi eshitildi. O'q boshim tepasidan xushdek chalib o'tdi. Men chopayotganimda o'q uzishganidan unchalik xavotirlanganim yo'q albatta. Yugurayotgan kishini to'pponchadan nishonga olish uchun nihoyatda usta mergan bo'lish kerak.
Shunga qaramay, xavfsizligimni ta'minlash uchun men o'zimni u yoqdan bu yoqqa tashlab chopardim. Yana bir bor orqamga qarab, quvayotganlarning biroz orqada qolayotganlarini ko'rdim. Meni Paulaning taqdiri ko'proq tashvishga solardi. Agar kimdir yuk mashinalarini qo'riqlash uchun qolgan bo'lsa, u Paulani darrov ushlab olishi mumkin. Ammo men boshlangan rejamni davom ettirishdan boshqa hech nimani qabul qila olmadim. Orqaga qaytib, unga qandaydir yordam berishdan aslo umid yo'q. Ta'qib qiluvchilar shunday keng davra olib, siqib kela boshladiki, mening katta avtomobil yo'liga chiqishim hamma tomondan kesib qo'yildi. Agar qurshovga olishgan bo'lsa, ertami, kechmi, baribir mengacha yetib kelishlarini yaxshi bilishadi. Bu qurshovni yorib chiqish mumkin emasmikan deb o'yladim. Ammo bu ishni qorong'i tushmasdan uddalab bo'lmasdi. Men oldinga ketaverdim. Ammo endi chopmas, balki erinchoqlik bilan bir-bir bosib yurardim. Quvib kelayotganlar ham qo'shni sekinlashtirdilar. Oramizdagi masofa o'sha-o'shaligicha qoldi. O'ng tomonimda uzoqda tog' etagi ko'rindi. Bu meni tashvishga soldi. Hademay tog'lar yo'limdagi yengib bo'lmas to'siqqa aylanadi. So'ng ta'qib etuvchilarga chap tomondan tutib olishlariga imkoniyat yaratib beradi. Agar darhol chora ko'rmasam, qopqonga tushib qolishim hech gap emas. Men zanjirni uzib o'tishga qaror qildim. Buni tog' joyiga yetmasdan qilish kerak. Shuning uchun oldinga otilib, so'ng keskin ravishda chap tarafga burilib yugura boshladim. Shu zahoti ortimdan qichqiriqlar eshitildi. Burilib qarab, 3 kishi qum kechib, ko'ndalang kelayotganini ko'rdim. Yugurishni yanada kuchaytirdim. Ularga nisbatan ko'proq masofani bosib o'tishim kerak. Men hansirab qoldim. Yumshoq qumlik butun rejamni chippakka chiqardi. Birinchi bo'lib baland bo'yli yigit yugurdi. Uning uzun oyoqlari qum ustida bamisoli qanot kabi uchdi va menga tezda yaqinlashdi. Endi u bilan tog' etagi hamda avtomobil yo'li o'rtasidagi oraliqda chopib borardik. Agar men novchadan oshib ketsam, qurshovdan chiqa olaman. Bordi-yu u menga yetib olsa, sahroning torgina yo'lagida hali zamon qo'liga tushishim mumkin. Masofani chamalab ko'rsam, u meni quvib yetyapti. Tishlarimni g'ichirlatib, tezroq chopdim va ancha ilgarilab ketdim. Qolgan ta'qibchilar endi ularning barchasi yugurardi. Umidsiz holda orqada qolib ketishdi. Ammo bu yigit meni qadam-baqadam quvib kelardi. Biz asta-sekin chiqish joyiga yaqinlashdik. Endi men yigitni ko'rdim. Yuzi qip-qizil, kepka ostida ter quyilardi. Lablarida zaharxanda kulga qotib qolgan. U menga xuddi quturgan buqadek tashlandi. Men burilib ketishga urindim, ammo u rejamni payqab qoldi. Menga yaqinlashib, kostyumimdan ushladi-da, o'ziga qarab siltab tortdi. Uning kallasiga boplab tushirish uchun qo'limni ko'tardim. Ammo raqibim meni ushlab oldi-yu, ayiqdek quchog'iga qisdi. Bir-birimiz bilan qum ustida yoqalashib ketdik. Men uning quloqiga bir marta zarb bilan urdim. Ammo zarb yarim bukilgan qo'lim bilan berilgani uchun unchalik kuchli chiqmadi. Raqibim mendan o'zini ajratdi-yu, yuzimga musht yo'lladi. Men kuch bilan bir amallab bu zarbadan o'zimni chetga oldim va ko'kragiga qarab urdim. Bu to'g'ridan berilgan kuchli zarba bo'lib, uni orqaga tisarilishiga majbur qildi. Hujumga zo'r berdim va raqibimning iyagiga qarata zarba berdim. Uning boshi orqaga siltandi. Men ikkala qo'lim bilan yana bir necha zarbalar to'lqinini yog'dirdim. Jag'iga ham xuddi shunday zarba berdim. U tizzalab qoldi. 10 tomondan aylanib tushgan zarba bechorani holdan toydirdi va qum ustiga cho'zilib qoldi. Endi o'tish joyi ochiq. Ammo men butunlay kuchsiz bo'lib qolgan. Oyog'imni zo'rg'a sudrardim. "To'xta!" Bu tahdid to'la qichqiriq meni ortga burilib qarashga majbur etdi. Gerdig'umdan kelgan, yelkalari keng erkak menga yaqin keldi. O'ng qo'lida to'pponcha bor edi. 45-kalibrli bu qurol to'g'ridan-to'g'ri peshonamga qaratilgan edi. Men to'xtab qoldim. "Qo'lingni ko'tar." Qo'llarimni ko'tardim. Oh, shunchaki tik turish va nafas olish qanchalik yaxshi edi. Agar omadimiz kelgan bo'lsa, bu vaqtda Paula telefongacha yetib borgan bo'lish kerak. Men oyog'iga urib yiqitgan yigit o'rnidan turdi. U yonimga kelib, kinoyali kulimsiradi. "Qani, Mak,
Uni tintib ko'rchi, deb buyurdi girdog'imdan kelgan yag'rindor kishi. Yigitcha meni tintib ko'rdi. To'pponchani topdi-da, o'rtog'iga irg'itdi. Boshqa hech narsa yo'q, Jo, dedi u va bir chekkaga chekindi. Jo menga yaqin keldi. Kichkina ko'zlari biroz talmovsirab qaradi. Sen kimsan o'zi? Seni ilgari ko'rmaganga o'xshayman, dedi u biroz tashvishlanib. Meni Meloy deyishadi. Bu o'sha senga aytgan odam ekanda, gapga aralashdi Mak qiziqish bilan. Ha, to'g'ri. Demak, bu o'sha. Ya'ni Baretning ishiga ha deb burnini tiqaveradiganmi? Deb so'radi Jo meni to'pponcha bilan turtib. Mayli, siz aytgandek bo'laversin, agar yoqsa, javob berdim men. Bu gapni men to'g'rimda u aytgan emasmi? Jo jilmaydi. Sen yigitcha butunlay adashib ketding. Biz Baretning odamlari emasmiz. Bu yerda o'zimizning ishimiz bor. Zo'rg'a nafas olib qolganlar ham yetib kelishdi. Ular menga g'azab bilan xezlanishdi. Ammo yelkasi keng yigit qo'li bilan orqaga chetlanishni ishora qildi. Mak, yigitlarni olgin-u ishga kirish. Men esa bu do'stim bilan uychaga kirib chiqaman. Ishni bitirgandan keyin orqaga qaytaveringlar. Mak rozi bo'lib boshi bilan ishora qildi va yigitlarni undab kon tomon ketdi. Men esa Jo bilan yolg'iz qoldim. Quloq sol, do'stim, dedi yag'rindor to'pponchasini silkitib, go'yo bu bilan meni teshib tashlaganday bo'lib. Senga nimani buyurishsa, hammasini bajar. Ana shunda omon qolasan. Senga zarar yetmaydi. O'zimning ham peshanangdan darcha ochishga unchalik xushim yo'q. Ammo jahlimni chiqarsang, bu ishni qilaman. Men Joni yaxshilab ko'zdan kechirganimdan so'ng yetarlicha xotirjam bo'ldim. Uning yoshi 40larda edi. Navqiron qip-qizil yuzi, kichik ko'zlari va yupqa lablari qalin baqbaqasi bilan nihoyasiga yetgan ediki, men buni shu vaqtgacha biror kishida ko'rmagan edim. Garchi bo'yi unchalik baland bo'lmasa-da, keng yelkasi, kalta bo'yni hamda yo'g'on qo'llariga qarab, hech bir istisnosiz uni gorilla kabi kuchli deyish mumkin edi. Qani, ketdik, dedi Jo mening uy mulohazalarimni buzib yuborib. Oldinga qarab yuraver, atrofga ha deb burilaverma. Qachon to'xtashni aytaman. U qo'li bilan tog' tomonni ko'rsatib qo'shib qo'ydi. Qani, qadamingni biroz tezlashtirchi. Agar orqaga qarasang, hatto yelka oshi qarasang ham boplab darcha ochaman. Tushundingmi? Men ha deb javob berdim. Unday bo'lsa, qani, yur. Men qayerga va nima uchunligini bilmay ketaverdim. Ortimdan og'ir tashlangan qadamlarni eshitardim. Meni olib kelayotgan qo'riqchiga birdan hamla qilishim uchun oraliq uzoqlik qilar. Uning o'q uzishi uchun esa masofa juda yaqin edi. Qadam tashlar ekanman o'z-o'zimga, bu qanday to'da? Ular qayerdan paydo bo'lgan, deb savol berdim. Ular qanday ishni ado etadi-yu, qachon ortiga qaytadi? Meflin hamda uning yigitlari qo'liga baribir tushishi uchun imkoniyatlar yetarli deb o'yladim. Bu o'sha yigitcha. Senga u haqida ayol gapirgandi, degan Makka aytilgan so'zlarni xotiramga keltirdim. Kim ekan o'sha ayol? Biz tog' etagiga yetib keldik. Yurish og'irlashdi. Yo'l toqqa qarab ketgandi. Jo ko'pincha baqirib qolar. O'ngga yur yoki chapga buril, der. Oraliqdagi masofani qisqartirmay olg'a qadam tashlashdan boshqa ilojim yo'q edi. Bu vaqtga kelib quyosh botgan, qosh qorayib boshlagandi. Hademay qorong'i tushadi. Ana shunda qochib qolishim uchun imkoniyat tug'iladi. Judayam ehtiyot bo'lishim kerakligini bilardim albatta. Meni qo'riqlab kelayotgan kishi qo'lida to'pponcha bilan tug'ilganga o'xshaydi. Shunday ekan, butunlay qorong'i tushguncha sabr qilish kerak. Bir qarorga kelish uchun kutishga to'g'ri keladi. "Okey, do'stkinam", dedi to'satdan Jo. "To'xta. Kel, biroz dam olaylik. Menga burilgin va o'tir." Ortimga o'girildim. U mendan 4 yard narida turar, xuddi cho'chqaday terlab ketgan edi. Shunday issiqda toqqa ko'tarilish Jo uchun nihoyatda og'ir edi. U menga qo'li bilan bir toshni ko'rsatdi. O'zi esa boshqasini tanladi. Men yerga og'ir cho'kdim.
Dam olish imkoniyati berilganidan xursand bo'ldim. Chekishni istaysanmi? Jo shunday deb menga Like Strike sigaretasini taklif qildi. O'ziga bitta sigareta olib, qutisini menga irg'itdi. Xo'sh, u yerda, konda, ahvol yaxshi bo'ldimi? Deb so'radi chekib, kichkina qirg'iy burnidan tutun chiqar ekan. To'g'risini aytsam, bu kurort emas, javob berdim men chekib, sigaretani qaytarib berar ekanman. U yerda odamxo'r kalamushlar to'lib toshib yotibdi. Jonning ko'zlari olayib ketdi. Kalamush deysanmi? Eshitganday bo'lgandim, ammo ishonmagandim. U sigaretaga qarab qo'ydi. U yerda tasodifan marixuanali sigaretani ko'rganing yo'qmi? Ha, 2 milliontalar bor, kam emas. Sanab ko'rganim yo'q albatta. Ammo shuncha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Jo mayda yetilib ketgan 2 qator tishlarini ko'rsatib yoyilib kuldi. Jenorsin, shunchalik ko'pmi? Men bu ayolga Barret o'zining zaharlarini shu yerda yashirgan desam, ishonmagan edi. Ular qanday joylab qo'yilgan? Qutilarga solingan. Bu ayol deganingiz kim bo'ldi? U menga achchiqlanib qaradi. Bu yerda, do'stkinam, savolni men beraman. Tushundingmi? Sening ishing esa javob berish. Men shunda hammasini angladim. Mana, sizlar nima bilan shug'ullanar ekansiz, deb xitob qildim so'ng. Barretni tanlaysizlar. Shundaymi? Sen yigitcha topding. Biz uning marixuanali omborini o'maramiz. Keyin o'zimiz giyohvand moddalarni tayyorlab sotish bilan shug'ullanamiz. Jo o'rnidan turdi. Qani, ketdik. Qoya bo'ylab tikka ketamiz. Hech qayoqqa burilmay to'g'ri ketaver. Qani, bos. Biz yana tog' tomon qadam tashlab ketdik. Endi atrof butunlay qorayib qoldi. Men qayerga qadam tashlayotganimni ilg'amasdim. Ammo ortimdan kuzatib kelayotgan kishining ko'zi aftidan mushuknikidan qolishmaydi. U burilishlar kelganda baqirib, yo'lda uchragan tosh va butalardan ogohlantirar. Go'yo hammasini xuddi kunduz kundagidek ko'rardi. To'xta, deb yubordi birdan u. Men to'xtab kutib turdim. Jo quloqni teshib yuborgudek qattiq hushdek chaldi. 1 daqiqalar o'tgach, bizdan 5 odim chamasi narida chiroq yondi. Men buta va daraxtlar ortida ustalik bilan niqoblangan, to'sinlardan qurilgan uychani ko'rdim. U tog' qoyasi tepasida joylashgan edi. Xo'sh, qalay, zo'rmi? Deb so'radi Jo mag'rur holda. O'zimiz qurdik. Uni payqashdan oldin nazar solishing kerak. Ammo bu vaqtda kallangga qo'rg'oshin qadalgan bo'ladi. Qani, ketdik. O'sha tomonga to'g'ri qarab yuraver. Men yana odimladim. Eshik butunlay ochiq edi. Men keng, oddiy mebellar qo'yilgan xonaga kirdim. Kamin oldida qo'llarini orqasiga qo'yib, bo'yalgan labida sigareta tutatgancha Meri Jerom turardi. Xona o'rtasidagi kema fonusi atrofida oq parvona o'zining titroq soyasini tashlagancha tinmay aylanardi. Qanotlarini qoqib, u fonardan nariga uchib bordi-yu, qandaydir himoyasiz holda xona bo'ylab uchib, Joning ro'parasida turib qoldi. Jo qo'li bilan hasharotni urib polga tushirdi-da, oyog'i bilan toptab tashladi. Men Meri Jeromga ko'zlarimni tikib, serrayib qolgan edim. Boshqa odamni bo'lsa mayli, ammo bu yerda uni uchrataman deb sira xayolimga keltirmagandim. Meri Jerom sariq qizil aralash kovboylar libosini kiygan, targ'il rangdagi shimda, boshida qizil shoyi durracha tang'igan edi. Qop-qora sochlari durra ostiga yashiringan bo'lib, chiroyini yanada oshirgan. Men birinchi bor ko'rganimdan buyon u ancha ozgan, rangi oqargan. Shunga qaramay hamon maftunkor edi. "Salom", dedim men. "Gapimga ishonmasligingiz mumkin, ammo ancha vaqtdan buyon siz bilan uchrashmoqchi bo'lib yurgandim." "Sekinroq, birodar, o'zingni tutib tur", o'ldiradi Jo. "Hech kim senga gapir degani yo'q. Anavi joyga o'tir. Jim bo'l." U meni stul turgan tomonga qarab turtdi. Stul pech yonida turardi. Men o'tirdim.
Uni qayerdan topdilaring? Deb so'radi Meri Jerom. Jo mag'rur holda istehzoli kulimsiradi. Konda ekan. Balandagi tor yo'lakdan chiqayotganida ko'rib qoldik. Sahroga tomon juftakni rostlamoqchi edi. Biz ushlab oldik. U yolg'iz edimi? Albatta. Unday bo'lsa, nega sahro tomonga qochadi? Jo Meriga savolomuz qarab qoldi va qo'li bilan jingalak kalta sochlarini silab qo'ydi. Siz nimani nazarda tutyapsiz? Agar u qochmoqchi bo'lsa, avtomobil yo'liga qochish kerak edi. Shunday emasmi? deya sabr toqat bilan izoh berdi u. Joning yuzidagi xurram ifoda g'oyib bo'ldi. G'azabga to'lib, menga tomon burildi. Bu qanaqasi, yigitcha? Sen yolg'iz emasmiding? Bo'lmasam-chi, men bilan birga bir qiz bor edi, javob berdim men. U politsiyani chaqirishga ketdi. Meri ilojsiz qolgan kabi yelkalarini qisib qo'ydi. Men sizlar bilan ishlashdan bosh tortaman, Jo, dedi u o'kinch bilan. Siz nimagaki qo'l ursangiz, hammasi omadsiz bo'ladi. Jin ursin, deb so'kindi Jo g'azabdan bo'g'riqib. Uning yolg'iz emasligini men qayerdan bilaman? Bo'pti, endi buning ahamiyati yo'q. Ammo shunday bo'lgan ekan, siz qandaydir chora ko'rishingiz kerak. Ha, to'g'ri. Jo menga qaradi. Of, la'nati. Yana o'sha konga borishimga to'g'ri keladi. Siz unga qarab tura olasizmi? Meri bosh irg'adi. Tashvishlanmang, men o'zim unga ehtiyot bo'laman. Siz, Jo, tezroq boring. Meri, mana sizga to'pponcha, mahkam ushlang. U 45-kalibrli og'ir kolt to'pponchani qo'liga berib, silkitib qo'ydi. Boravering. Jo menga tikilib qaradi. Ko'zingga qara, yigitcha, hazillashma tag'in. U bu o'yinchoqni qanday ishlatishni yaxshi biladi. Jo kulbadan chiqdi. Uning tog'dan qanday tushib ketayotganini eshitib turdim. Konga yetish uchun kamida yarim soat vaqt ketadi. Bu muddat davomida Miflin balki o'sha yerda bo'lishga ulgurar. Meri Jerom pech yonidan uzoqlashib, menga yuzma-yuz holda orom kursiga o'tirdi. To'pponchani yoniga qo'yib, orom kursining yumshoq suyanchig'iga tirsagini qo'ydi. Xonadan qochib chiqishim uchun imkoniyat tug'ildi deb o'yladim men. Ammo bundan nima chiqardi? Boshimdan o'q yeyishim aniq. Siz bilan ko'rishgandan buyon ancha vaqt o'tdi, gap boshladim men. Mening shaxtada bo'lganimni Paulaga siz xabar berdingizmi? Ha, nima uchunligini so'ramang. Ehtimol men hissiyotli bo'lib borayotgandirman. Uning ovozida horg'inlik sezildi. Bu Jo degani kim o'zi? Do'stingizmi? Do'stim emas. Meri boshini ko'tarib menga qaradi. Siz savollar berishga shoshilyapsiz. Nima uchun? Darvoqe, gapingizni davom ettiravering. Men ustamonlik qilishdan charchadim. Endi o'yindan chiqaman. Men ana shu Joni o'zimga og'dirib olishni uddalayman deb o'ylagandim. Ammo natija chiqmayapti. Keling, bu yerdan birga chiqib ketamiz. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Jo chiday olmaydi. Men o'zim ham unga qarshi bora olmayman. Biz biroz kutib turamiz. Bordi-yu, u qaytib kelmasa, siz butunlay ozotsiz. Qayoqqa xohlasangiz ketaverasiz. Faraz qilaylik, Jo qaytib keldi. Keyin nima bo'ladi? deb so'radim men va bilintirmay stul chekkasiga surildim. Menga nima bo'ladi? Meri yelkalarini qisdi. U sizga hech qanday yomonlik qilmaydi. Jo bundaylardan emas. O'zi bu yerdan butunlay ketguncha sizni shu yerda tutib turadi. Siz hech narsadan qo'rqmang. Qani, yaxshilab o'tirib oling va xotirjam bo'ling. Jo qaytgunicha shu yerda turasiz. Tushunarlimi? Siz bu davraga qanday tushib qoldingiz? Ayol achchiq kuldi. Men Lining xotiniman. Nahotki shuni anglamadingiz? Men hayron qolganimdan sal bo'lmasa sakrab ketay dedim va unga tikilib qoldim. Siz Li Dedrikning xotinimisiz? Xuddi shunday. Axir u Serena Marshlandga uylangan-ku.
Avval menga uylangan edi. Meri sigareta chiqarib chekdi va sigaretaning tutab turgan uchiga qarab o'ylanib qoldi. Li uchun hayotda ikki xotinlik behuda ish. Siz Serena bilan nikohi soxta demoqchimisiz? Ha, xuddi shunday. Serena o'shanda uning uylanganini bilgani yo'q. Endi esa biladi. Meri Jerom yana achchiq kulimsiradi. Siz unga bu haqda aytdingizmi? Men otasiga aytganman. O shuning uchun huzuringizga Bechatelga kelganmidi? Meri menga qoshlarini chimirib qaradi. Siz bundan xabardormisiz? Ha, men o'shanda unga hammasini batafsil gapirib berganman. U menga $1000 berdi va ko'zdan yo'qolishim kerakligini aytdi. Endi shoshmasdan bir boshdan menga hammasini aytib beringchi. Siz Dedrikka qachon turmushga chiqqansiz? 4 yil muqaddam. Ammo aniq sanasi yodimda yo'q. Chunki esda saqlaydigan baxtli voqea ham ro'y bermagan. Men Dedrik bilan Parijda uchrashdim va sevib qoldim. Shu qadar razilki, ko'pgina ayollar uning qarmog'iga ilinganini bilmay qolishadi. Bilmayman. Dedrik negadir menga uylandi. Unda doimo bir o'yin pul bo'lardi. Menga esa hech qayerda ishlamayotgandek ko'rinardi. Aftidan pul meni ham o'ziga jalb etdi. Mana, nimaiki xohlagan bo'lsam, barchasiga erishdim. Meri sigareta kulini pechkaga tashladi va boshqa sigaretaga qo'l uzatdi. Men uning Parijga giyohvand moddalar yetkazib beruvchi kontrabandachi ekanligini bilib qoldim. Jo bilan birga ishlardi. Li meni ham bu ishga tortdi. Meri kulib qo'ydi va davom etdi. Dedrikning naqadar o'jar bo'lib qolishini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Shundan keyin u Serena Marshlandni uchratib qoldi. Qanday ishga qo'l urganidan men hatto shubhalanmadim. U ilgari ham hech ogohlantirmasdan g'oyib bo'lardi. Bu safar ham barcha ishlarni bizning javobgarligimizga tashlab, yana butunlay yo'qoldi. Jo davom ettirishga harakat qildi. Ammo ishga qaysi tomonlama kirish kerakligini bilmadi. Politsiya bizni qo'lga tushirishiga sal qoldi. Fransiyadan qochishga muvaffaq bo'ldik va bu yerga kelib qoldik. Ana shunda men uning Serena Marshlandga uylanganini bilib qoldim. Baretning oldiga bordim. Siz uni taniysizmi? Men taniyman deb javob berdim. U kutish kerakligini aytdi. Davom ettirdi gapini Meri yuzida g'amgin ifodani namoyon qilib. Meni chuv tushirishga muvaffaq bo'ldi. O'li pulini olish uchun Serena Marshlandga uylangani. Agar bunga erishsa, darhol huzurimga qaytib kelishini aytdi. Baret mendan ularga xalaqit bermaslik, Lidan uzoqroq yurish, uning qo'l-oyog'ini bog'lab qo'ymaslikni so'radi. Men ahmoq bu gaplarning hammasiga ishonib o'tiribman. Chendos Hotel mehmonxonasidan joy olib, Baretning oldidan qaytayotganimda otishmaga duch kelib qoldim. Bu Baretning qo'li bilan bajarilganini darrov fahmladim. U mendan qutulishga qaror qilgan. Shunda darhol Bechatel mehmonxonasiga ko'chib o'tdim. Meri menga qarab qo'ydi va so'radi. Xo'sh, hikoyam sizga yoqdimi? Oz yoki ko'p darajada, javob berdim men. To'g'ri, bu men sizdan eshitmoqchi bo'lgan gapga unchalik o'xshamaydi. Ammo ahamiyati yo'q. Davom eting. Siz nimani kutgan edingiz? Avval siz gapingizni tugating, shundan keyin aytaman. U yelkalarini qisdi. Ozgina qoldi. Agar Li bilan uchrashuvim amalga oshsa, uni huzurimga qaytishga ko'ndirmoqchi edim. Ammo Li Ocean End dang'illama hovliga ketganini bilib qoldim. O'sha yerda uchrataman deb bordim. Ammo sizga duch keldim va uning o'g'irlanganini bildim. Ammo Lini aslida o'g'irlamagan edilar. Shunday emasmi? Ha, shunday. Biroq ular Baret bilan o'g'irlanish variantini o'ylab topib, Serenadan $500,000 o'marishdi. Bu kam pul emas. Men yaqinda Dedrikni Baret bilan birga ko'rdim. Men bu garov to'g'risida gazetalardan o'qib qolganman. Endi u qayerga borishni o'ylagan bo'lsa, ketaverishi mumkin. Mayli, bu haqda nima ham derdingiz?
Men Barret marixuanali sigaretalar zaxirasini ana shu konda saqlashini bilib qoldim. Biz Jo bilan birlashdik. Men Barretdan qasos olish uchun uning omborini yoqib yubormoqchi edim. U yerda $300,000 ziyod turadigan marixuana bor. Ammo Jo boshqa yo'lni, bu giyohvand moddalarning barchasini o'marib, sotib yuborish kerakligini taklif etdi. Giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanish esa men uchun nihoyatda iflos ish. Jo ham bunday ishga mutlaqo yaramaydi. Uning kallasi bu ishlar bilan shug'ullanishga moslashmagan. Men chetga chiqaman. Shunda Jo men uchun qandaydir reja tuza boshladi. Meri jilmaydi. Ayol bilan erkak bir tom ostida uzoq qolmasligi kerak. Ertami, kechmi, o'zining mehr-muhabbatini izhor qilib, shilqimlik qilishi turgan gap. Yo'q, ayrim paytda mumkin, deb e'tiroz bildirdim men ayyorona kulib. Birdan otishma tovushi ikkimizni ham sakrab, o'rnimizdan turib ketishga majbur etdi. Nima gap? So'radi Meri deraza oldiga chopib kelib. Ehtimol politsiya Jonning ortidan quvayotgandir, dedim men umidvor bo'lib. Ehtiyotkorlik yuzasidan chiroqni o'chiraman. Men fonus piligini pasaytirar ekanman, yana otishma tovushi eshitildi. Bunisi endi yaqin edi. Fonusni ilgakdan olib, miltillab turgan olovni o'chirdim. Bu Jo va Mak, dedi Meri va zarb bilan eshikni ochdi. Otishmalar shu'lasi tungi zulmatni yoritib yubordi. Pastda bunga javoban uchqunlar sachrar, o'qlar kulbaning yog'och to'siniga tegib, payrahalarni qo'parardi. Og'ir nafas olib hansiragan Jo bilan Mak xonaga yopirilib kirishdi va eshikni mahkam bekitib olishdi. Shu daqiqadan e'tiboran bir og'iz ham gapirishmadi. Ular devorga suyanib zo'rg'a nafas olishar. O'qlar kulbaning qalin devorlariga kelib urilar. Pastda vodiy bo'ylab esa otishma ovozlari yangrar edi. Miltiqlarni chiqaringlar, deb buyurdi Jo. Bu Barret. Meri xona bo'ylab o'tib, kichkina qaznoqni ochdi va ikkita miltiq bilan qaytib kelib, ularni odamlarga tutqazdi. Sizga ham beraylikmi? Dedi u xotirjam, gap xuddi bir piyola choy ustida borayotgandek. Albatta, agar bu Barret bo'lsa, men sizlar bilan birgaman, deb javob berdim. U qaznoqdan yana bir juft miltiq, xaltada o'qlar olib chiqdi. Nima gap, Jo? deb so'radi Meri, biz miltiqlarni o'qlayotganimizda. Jin ursin, yigitlarimiz birdan ularning ustidan chiqib qolishgan. Ular Barret boshchiligida 10 kishi bo'lishgan. U yukning bir qismini olib ketish uchun kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aftidan ular yuk mashinalarimizni ko'rib qolib, bizga hujum qilishgan. Nimalar deb vaysayapsan? Portlab ketdi Mak. Axir sen u yerda yo'q eding-ku. U devor yonida tizzalab turar va Meriga qarash uchun o'girilgan edi. Ular konning tepasida, biz esa pastda edik. Bu xuddi quyonlarni o'qqa tutishga o'xshardi. Birinchi otishmadayoq Gari, Lu, Jorjni otib o'ldirishdi. Qolganlar esa yuk mashinasining orqasiga berkinishdi. Ba'zilar konning chetiga chekinib borib, men yolg'iz qolgunimcha otishdi. Nihoyat bizni tomon bo'lgan deb o'ylashdi-yu, nima bo'lganini ko'rish uchun pastga tushishdi. Gari va Jorj og'ir yarador bo'lsa-da, ammo hali nafas olishardi. Barret ikkalasini ham tinchitdi. Men ularning boshqalar bilan band bo'lib turganidan foydalanib, astagina bir chetga qarab o'rmaladim. Kondan deyarli chiqib ketgandim. Ammo birdan Jo paydo bo'ldi. Bu yaramas chekib kelardi. Shuning uchun uni 1 milya naridan bemalol payqash mumkin edi. Tabiiyki, ular bizning ortimizdan quvib ketishdi. Men Jodan o'tmaslikni iltimos qildim. Ammo u xuddi oyog'i kuygan tovuqdek zir yugurib, o'zining zambaragidan o'q yog'dira boshladi. Shunda ular bizning qayerga qochayotganimizni payqab qolishdi va quvishni davom ettirishdi. Men qorong'ilikda o'rmalab qutulishdan umid qilgandim. Ammo Jo otishmalari bilan 1 milya naridagi chor atrofini yoritib yuborganidan so'ng bu ishni qilib bo'larmidi? Mana biz shu yerdamiz. Ular izimizdan kelishmoqda. Endi tomosha bo'ladi. Jo javob berish o'rniga o'shqirdi. Men har holda ulardan ikkitasini otdim. Meni otishlari qonuniy emasligini bu xunasalar bilarmikin? Sen shu haqda o'ylab ko'rdingmi?
Ular bir-birlari bilan so'kishar ekan, men uy oldidagi vodiyni ko'zdan kechirdim. U yerda yashirinadigan joy yo'q. Hamla qilayotgan kishilar biz tomonga kirib kelishi kerak edi. Agar dushman qoyamizni qo'lga kiritsa, bu tarafga mutlaqo sezdirmay o'tib olishi mumkin. Men miltiqni deraza tokchasiga qo'ydim va qorong'ilikni nishonga olib, tepkini bosdim. Xuddi shu lahzada vodiyning qarama-qarshi tomonidan chaqnash ro'y berdi-da, oq-kulba devoriga urilib, ovoz chiqardi. Ular o'sha yerda, narigi tomonda, dedim men. Agar vodiydan yugurib o'tib ketishsa, biz halok bo'lamiz. Hech qisi yo'q. Bir nechta daqiqadan keyin oy chiqadi, dedi Mak. Biz bu yerga qochib kelayotganimizda, u naq tog'ning tepasida turgandi. Hademay bizga hamma joy aniq ko'rinib qoladi. Menga vodiy tubida nimadir qimirlayotgan, harakat qilayotganga o'xshadi. Mo'ljani almashtirib, nishonga oldim-u, o'q uzdim. Qandaydir noaniq ko'lanka o'zini pana joyga oldi. Ammo Jo va Mak sergak tortib, ular ham otishdi. Bizgacha ojiz qichqiriq yetib keldi. Bu ikkisi garchi katta aql-farosat bilan ajalib turishmasa-da, ammo otishni eplardi. Mana, yana bittasi tayyor, dedi Jo. Uning ovozida qoniqish ohanglari sezildi. Men Merining yelkasiga qo'limni qo'yib, uni o'zimga tortdim. Uyda boshqa chiqish joyi bormi? deb so'radim shivirlab, eshikni ko'rsatar ekanman. U rad etgandek bosh chayqadi. Tomgachi? U tomonga Tuynuk orqali zina bor. Ammo tushish uchun tomda hech nima yo'q. Aniqmi? Faqat arqon bilan tushish mumkin. Ammo bu juda qiyin. Qarab ko'rish kerak, dedim men. Arqon qayerda? Ana u yerda, oshxonada. Jo yana otishni boshlab yubordi. Ehtiyot bo'l, qichqirdi u. Ular kelishayapti. Men harakatdagi 6 yoki 7 sharpani ko'rdim. Ular pastda vodiy oralab chopishardi. Biz yana o'q uzishga kirishdik. Yana 2 odam yiqildi. Qolganlari esa qarama-qarshi tomondagi tepa ortiga chekinishdi. Arqonni keltirib Tuynukni oching, dedim Meriga. Balki qochib qolishimizga to'g'ri kelar. Nima deb shivirlashayapsizlar? so'radi shubhalanib Jo. Chekinishga tayyorgarlik ko'rayapmiz, dedim men. Tom orqali. Befoyda, to'ng'illadi u. Oy chiqqanida ular bizni xuddi kaklikdek otib tashlashadi. Baribir urinib ko'rish kerak, e'tiroz bildirdim men. Yorqin oyning dastlabki nurlari tepaliklarning ustki qismini yorita boshlaganini ko'rib. Mana, oy allaqachon ko'tarilyapti. Ha, har holda ularga ham oson emas, dedi Mak deraza oldida cho'kkalanib o'tirgancha. Endi biz nishonga tekkiza olmaymiz. Ular nimalarnidir amalga oshirishmoqchi shekilli. Senga shunday tuyulmayaptimi? Tashvishlanib so'radi Jo. 5 daqiqadan buyon bitta ham o'q uzishmadi. Nega o'q uzishar ekan? dedim men. Ular yaxshiroq ko'rinishi uchun oy chiqishni kutishyapti. Shundan keyin boshlanadi. Oy yorug'ida bizni devorning orasidan ham ko'ra olishadi. Mana arqon! Meri qo'shni xonadan turib qichqirdi. Xo'p, men tom ustiga chiqaman, dedim men. Qaraychi, u yerda nima bor? Sen yaxshisi o'zingga qarasang yaxshi bo'lardi, dedi zaharxandalik bilan Jo. Dafn marosimingda gullar bo'lmaydi. Shuni hisobga olib qo'y. Men orqa tomondagi xonaga o'tdim. Merining qo'lida cho'ntak fonari bo'lib, Tuynukka eltuvchi qisqagina zinapoyani yoritib turardi. Siz bu yoqqa chiqmasangiz yaxshi bo'lardi, dedi Meri. Ular ehtimol payqab qolishadi. Ey, sizlar, o't ochib, meni pana qilib turinglar, deb qichqirdim Mak va Joga. Men tom ustiga chiqaman. Umid qilamanki, tom ag'darilib ketmaydi, dedi Mak kulib. Ular vodiyga qarab o't ochishdi. Men kutib quloq soldim. Ammo hech qanday javob otishmasi bo'lmadi. Ular nimani o'ylayotganini bilsam edi, to'ng'illadim men. Mayli, yuqoriga chiqaylikchi, u yerda nima gap bor ekan? Zinapoyadan ko'tarilib, Tuynuk qopqog'ini asta ochdim. Yassi tom xuddi kunduz kuni kabi yop-yorug' edi. Oy nuri to'ppa-to'g'ri uyga tushib turardi. Boshim uzra tog' qoyasi buralib yuqoriga ko'tarilgan. Undan biror joyga yashirinish ham,
Pana bo'lish ham aslo mumkin emas. Oyning bunday yog'dusida tomdan toqqa ko'tarilish o'zini o'limga mahkum etish bilan barobar. Faqat bitta imkoniyat qolgan. Oy tog' ortiga o'tib yashirinsa, biz turgan qoya yana ko'lankida qoladi. Ammo kutish uchun vaqtimiz bo'ladimi, yo'qmi, shuni bilmasdim. Men yana zinadan pastga sirg'alib tushdim. Xo'sh, yoqadigan gap bor, deb xabar qildim qolganlarga. Arqon ham yordam bermaydi. U yer haddan ziyod yorug'. Biror soatdan keyin nimadir qilish mumkindir, ammo hozir emas. 1 soatdan keyin bizni tobut tashiydigan mashinada olib ketishadi, deb shodon gap otdi Jo boshqa xonadan. Qahva to'g'risida nima deysiz? So'radim men Meridan. Bizga bu yerda hali uzoq serrayib turishimizga to'g'ri keladi. Men narigi xonaga borib, dushmanni kuzatib turaman. Siz esa bizga qahva qaynating. Mak va Joning yoniga qaytdim. Birinchisi yondirilmagan sigaretani chaynar, pastga qarab vodiyni kuzatar. Ikkinchisi esa orom kursi chekkasiga o'tirgan ko'yi ochiq qolgan derazadan tashqariga nazar tashlar edi. Sizga mabodo shaxtada bir qiz duch kelmadimi? Deb so'radim Makdan. Yo'q, nima edi? Sizlar meni ko'rib qolganlaringda bir qiz yonimda edi. Uni politsiyaga jo'natgandim. Baribir bizga yordam bera olmaydi. Bu vodiydan hech qanday o'q tovushi eshitilmaydi. Nega bundayligini bilmayman. Ammo aniq, agar politsiya bizni axtarish uchun bu yerga tumshug'ini tiqsa, o'rtamizdagi to'qnashuvdan bexabar qoladi, dedi Jo. Boz ustiga, agar politsiya meni qutqaradigan bo'lsa, bu g'ururimni poymol qiladi. Yo'q, men esa o'zimning g'ururimni qanday bo'lmasin esdan chiqarishning uddasidan chiqaman, dedi Mak va istehzoli iljaydi. Yaxshisi, meni politsiya tutib olsin. Barretning qo'liga tushgandan ko'ra shunisi afzal. Xo'sh, yigitlar, sizningcha chekish mumkinmi? Deb so'radi Jo. Agar shunchalik chekkingiz kelgan bo'lsa, borib polga o'tirib oling. Men esa o'rningizni egallab turaman, dedim unga. Yomon yigit emassan. Seni otib qo'ymaganimga xursandman. Men ham. U polga joylashib olib, sigareta chekdi. Bu cho'chqalar negadir jonbozlik ko'rsatishmayapti, o'smoqchaladi Mak. Balki ketib qolishgandir. Chiqib qaragin bo'lmasa, dedi Jo. Garo o'ynab aytamanki, ular nimanidir mo'ljallashayapti. Menga ham shunday tuyuldi. Vodiy tubi oy yorug'i bilan oydinlashgan bo'lsa, dushman bizga hamla qila olmasligi, qorong'i tushishi bilan shubhasiz hujum boshlab yuborishini angladim. Meri xonaga qaynoq qahvali finjonlarni olib kirdi. Jo o'zining sayyohlik suvdonini oldi-yu, finjoniga biroz rom qo'shdi. Yana kim spirtli ichimlik istaydi, dedi u suvdonini silkitib. Mak ham o'ziga qo'yib, suvdonni menga uzatdi. Rad etdim. Men faqat qahva ichaman. Xo'sh, bu yerdan qutulib chiqishimizning imkoniyatlari bormi? Deb so'radi Jo qahvani ho'plar ekan. Nega bo'lmas ekan? Tilingni tiy, Jo, dedi qisqa qilib Mak. Safsatalaring bilan faqat asabga tegasan xolos. Agar seni o'ldirib qo'yishsa, biror kishi ham yig'lamaydi. Xuddi shu onda birdan pulemyot ovozi taraldi. Uzoqdan butalar ortidan yirik kalibrli pulemyot yolqini chaqnab, izdan o'lim ovozlari yangradi. "Yot!" deb qichqirdim men va o'zimni polga tashladim. Jo eshikka tomon ikkita zaif qadam tashladi-yu, ohista o'girilib, tovushsiz ag'anab tushdi. Biz qimirlamasdan yotdik. Pulemyot to'xtovsiz tarillab otilardi. O'qlar chiyillab derazaga uchar, eshik kesakisini qo'parar, qarama-qarshi tomondagi xona devoriga taqillab tegardi. Keyin esa pulemyot qanday o'q ota boshlagan bo'lsa, xuddi shunday jimib qoldi. "Vodiyni kuzatib tur", dedim Makka va o'zim Jo tomonga o'rmaladim. Pulemyot o'qlari uning ko'kragini ilma-teshik qilib yuborgan edi. Pichoq konserva bankasini qanday kessa, o'qlar Joni xuddi shunday ahvolga solgandi. "O'ldirishibdimi?" so'radi ovozi titrab Meri. Uning bo'lib o'tgan voqealardan qanchalik ta'sirlanganini fahmladim. "Ha, nima ham derdik.
Umid qilamanki, agar bu yerdan qutulib chiqish nasib etsa, uning onasiga albatta gapirib beraman, dedi Mak. Gari o'ynab aytamanki, xursand bo'lganidan hamma bayroqlarni ilib chiqadi. U bu cho'chqani sira yaxshi ko'rmagan. Derazadan boshingizni chiqarmang, ogohlantirdim men Merini va oldiga emaklab bordim. U deraza yonida tizzalab turardi. Ana, dedi Mak, bu itvachchalar nimanidir o'ylayapti degandim-a? Shu daqiqada pulemyot yana bir sayradi-yu, o'qlar butun xona bo'ylab chaqnab ketdi. Diqqat, ular kelishayapti, qichqirib yubordi Mak. Oy yorug'ida qora sharpalar biz tomonga yugurib, o'zlarini goh u, goh bu yoqqa urayotgani, bu bilan nishonimizga duch kelmaslikka harakat qilishayotganini ko'rdim. Mak birovini yiqitdi. Qolgan 5tasi biz tomondagi butalar ortiga vodiyni kesib o'tib, yashirinib olishdi. Ish chatoq, dedim men. Endi ular eshigimiz oldiga bemalol kelganini sezmay qolamiz ham. Ammo bu yoqqa jangsiz kira olishmaydi-ku, dedi Mak. Qani Rom, mening ichkim kelyapti. U Jonning yoniga emaklab borib, chalqanchasiga ag'dardi va cho'ntagidan suvdonni oldi. O'q ovozi o'chganida men miltiqdan 3 marta pulemyot o'ti ko'ringan butaga qarab otdim. U yerda nimadir g'imirladi. Qandaydir odam pulemyot oldidan sakrab turdi-da, yuzi bilan yerga kelib urildi. Yaxshi o'q uzding, dedi Mak. U allaqachon deraza oldiga qaytishga ulgurgan edi. Endi bu shoqollar pulemyotni qo'lga olish uchun yashiringan joylaridan chiqishadi. Ular shu yerda, uy yonida, shivirladim Meriga. Orqadagi xonaga boring. Nega? Dedi u menga sinchikov qarab. Boring va savollar bermang, dedim iloji boricha qat'iy gapirishga urinib. U itoatkorlik bilan bo'ysindi. Sizga avtomat berish kerakmi? Deb so'radim Makdan. Mak imo qildi. U jo'da. Men emaklab borib, o'ldirilgan Joning 38-kalibrli avtomat to'pponchasini oldim-u, ortimga qaytdim. Ushlang. Endi gapimni diqqat bilan eshiting. Men tom ustiga chiqaman. O'q otishni boshlaganim hamon eshikni darhol oching. Agar omadingiz chopsa, sizni tezda payqashmaydi. Keyin esa kech bo'ladi. Darrov otishni boshlang-ku, ularni gumdon qiling. Esingizda bo'lsin, u yerda 5 kishi. Ular sizni tomda ko'rganlari zahoti otib o'ldirishadi. Nachora, tavakkal qilishga to'g'ri keladi. Shu payt qorong'ilik ichidan tovush eshitildi. Ey sizlar, taslim bo'linglar. Aks holda hammangizni otib tashlaymiz. Orqa xonada kutib turgan Merining yoniga o'rmalab bordim. Men yuqoriga chiqaman, dedim unga. Ular shundoqqina eshik ortida turishibdi. Ammo biz kutilmagan sovg'a taqdim etamiz. Siz shu yerda qoling va e'tibor berib turing. Aks holda kulfatda qolamiz. Men tuynukni ehtiyotkorona ochdim va sabr-toqat bilan quloq solib turdim. Keyin ohista ko'tarildim. Boshim va yelkamni chiqardim. Yon atrof jimjit. Vodiyning narigi tarafidan Baretning bironta odami bizni kuzatib turibdimi, yo'qmi, bilmoqchi bo'ldim. Men kuzatishmayotganidan umid qilardim. Xuddi suvilondek yastanib, ovoz chiqarmaslikka harakat qilib, tom ustiga o'rmaladim. Har daqiqada vodiyning qarama-qarshi tomonidan o'q uzishlarini kutardim. Bu yo'l menga qanchalik uzoq tuyulganini bilsangiz edi. Tom chetiga yaqinlashgan zahoti yanada sekinroq harakat qila boshladim. O'q uzishlar meni sergaklikka majbur qildi. Ammo ular eshikka otishardi. Shovqin-surondan foydalanib, darhol oldinga qarab sapchidim va tom chetiga borib qoldim. Tepadan turib, qoyaga yopishib o'sgan buta va daraxtlarni ko'zdan kechirdim. Dastlabki daqiqalarda hech kimni payqamadim. Ammo uydan 20 yard narida tosh ortida berkinib olgan bir yigitni aniq sezib qoldim. Xuddi o'likdek cho'zilib yotib, qolganlarni ham aniqladim. Ular yarim doira shaklida yoyilgan, uyni nishonga olishgandi. Daraxtlar tanasi yoki toshlar ortiga berkinib olishgan. Birontasi boshini chiqarib qaramas va behuda tavakkal harakat qilmasdi. Ulardan ikkitasini gumdon qilishim mumkin.
Ammo qolganlari Mak o'q uzguncha meni otib o'ldirishlari tayin. Makka bu poyloqchilarning qayerdaligini aytib bersam, ishonchli va aqlli ish bo'lardi. Ana shunda ularga hamla qilish mumkin. Orqaga tisarilib emaklayotganimda qamalga olinganlardan biri tasodifan meni ko'rib qolib qichqirdi-yu, o'q uzdi. O'q vizillab yonimdan o'tib ketdi. Men bir o'q bilan uni gumdon qildim-u, ortga burildim. Boshqasiga o'q uzar ekanman, gazanda ilon kabi o'rnidan sakrab turib, so'nggi qilganiga ko'zim tushdi. O'rmalab orqaga qaytayotganimda pastdan o'q ovozlari yangrab, suv tarnovidagi payrahalarni uchirib yubordi. Men yarim engashgancha o'qday uchib tuynukka kirdim. Shu zahoti vodiyning qarama-qarshi tomonidan o'q tovushlari eshitildi. Bu ovoz hamma tomonni tutib ketdi. Men esa bamisoli soqqaday pildirab zinapoyadan pastga tushdim. "Siz jarohatlandingizmi?" deb so'radi Meri. "Yo'q." Bir soniya ham to'xtamay oldingi xonaga qarab yugurdim. Eshik yonida turgan Mak qorong'ilikka qarata to'xtovsiz o'q uzardi. Men yaqinlashganimda o'q uzishni to'xtatib eshik ortiga chekindi. "Ura! Ularni bopladik!" zavq-shavq bilan xitob qildi u. "Beshalasini ham gumdon qildim. Boshqalari yordamga kelmay turib, bu yerdan chiqib keta olamizmi?" Meri kelib bizga qo'shildi. "Ketdik!" dedim men. "Tezroq! Bu tirik qolishimizning birinchi sharti. Mak, siz birinchi bo'lib borasiz. Meri ikkinchi. Men esa oxirida boraman. Chaqqonroq. To'g'ri butalar ustiga sakraymiz. Hamma tayyormi?" Meri bosh irg'adi. "Olg'a!" Ostonadan sakragan Mak pastdagi qalin butazor ustiga tushdi. Biz kulbadan anchagina uzoqda bo'lgan butazorda qorong'ilikka ko'milib yotar va vodiyni ko'zdan kechirar edik. Qarama-qarshi tomondan biror harakat, biror o'q uzish, biror tovush eshitilmasdi. Mak terlagan yuzini qo'li bilan artdi va junjikdi. Tog' tomondan sovuq shamol esayotgandi. "Ular negadir jimjit bo'lib qolishdi-ya?" dedi u yarim past ovozda. "Ha." Men undan yarim bo'shab qolgan suvdonni olib Meriga uzatdim. U rad qildi. "Yo'q, men sovqotganim yo'q." Og'zimga suvdonni quyib, o'tkir romdan bir necha ho'plab sipqordim. Men ichkilikka moyil emasman. Romni ham faqat shamollamaslik maqsadida iste'mol qildim. "Endi ketsak bo'lar deb o'ylayman", dedim keyin. "Agar ular kelmaydigan bo'lsa, bu yerda tentirab o'tirishdan nima naf?" "Sizningcha ular orqaga, konga qaytishdimi?" so'radi Meri. "Ehtimol, borib ko'raylik. Bariyat aftidan odamlar bilan tavakkal qilishdan ko'ra ortga qaytib, marixuanani ortish kerak degan qarorga kelganga o'xshaydi. Mabodo ortib ketadigan bo'lsa, politsiya ularning ustiga tashlanadi." "Agar u sizning qizingizni ushlab olmagan bo'lsa", dedi Mak o'rnidan turib. "Ketdik." Men oldinga birinchi bo'lib tez-tez qadam tashlab ketdim. O'zimni pana joylarga oldim. Bekordan bekorga tavakkal ish qilmoqchi emasdim. Yo'limiz qoyadan pastga qarab ketardi. Ko'p o'tmay butalar siyraklashdi va tog' qoyalaridan vodiyga tushar ekanmiz, yo'l qiyalay bordi. Yana 60 yard chamasi yo'l bosishimiz kerak. Ochiq maydon boshlanadigan nuqtaga yetib keldik. To'xtab, atrofni ko'zdan kechirdik. Oy nuri qumlikni yoritib turar. Yarim milya radiusdagi yer sathida hech qanday harakat sezilmasdi. Agar ular hali ham tepalik ustida daydib yurishgan bo'lsa, u holda yelkamizdan o'q yeyishimiz aniq, deb to'ng'illadi Mak. "Xo'sh, tavakkal ish tutamizmi?" "Shunday qilishga to'g'ri keladi. Siz hozircha shu yerda turing. Men esa oldinga qarab ketaman. Agar menga biror zarar yetkazilmasa, ortimdan kelavering. E'tirozlar bormi?" "Siz qandaydir dangal yigit ekansiz", deb g'o'ldiradi Mak yelkamga muloyim urib qo'yar ekan. Meri bir tekis tovushda dedi. "Menimcha, ular o'sha yerda qolishmagan. Konga qaytgan bo'lsa kerak." Men uni haq deb hisoblab, pastki qum tepalik sari o'rmalab ketdim. So'ng boshimni yelkamga tortib, ochiq maydonga qarab yugurdim. 100 yardcha masofani bosib o'tib, to'xtab ortimga qaradim. Mak va Meri izimdan chopib kelishardi. Menga tinglashgunlaricha sabr qilib turdim.
So'ng shunday dedim. Ular konda. Har tomonga tarqalamiz. Uzoqroqqa yuguramiz. Biror gap bo'lsa, darhol yotinglar. Biz kon tomondagi yumshoq qumlik tomon zo'r berib chopib ketdik. Ba'zan nafasni rostlab olish uchun to'xtar edik. Ammo sabrsizlik bilan olg'a intilaverdik. Chunki men Paulaning taqdiridan nihoyatda tashvishlanardim. U politsiyagacha yetib bordimikan deb o'ylar. Kondagi jimjitlik qo'rqitmoqda edi. Bordi-yu, Miflin o'sha yerga otryadi bilan borgan bo'lsa, konda ikki tomonlama otishma boshlanishi kerak edi. Biroz vaqt o'tgach, pastda konga kirish joyi ko'rindi va men sheriklarimga to'xtash va oldimga kelishni ishora qildim. Bundan buyon emaklab yurishimizga to'g'ri keladi, dedim men. Baret soqchi qo'ygan bo'lishi mumkin. Qanday bo'lmasin, biz unga to'qnash kelmasligimiz kerak. Siz, Meri, biroz orqada yuring, deb buyurdim. Bu ishni erkaklarga qo'yib bering. Biz yana tarqaldik. Endi shovqin ko'tarmay, asta-sekin ehtiyotkorlik bilan har bir chuqurcha, har bir butani panajoy hisoblab, ulardan foydalangan holda oldinga qarab harakatlana boshladik. Mak birdan qotib qoldi va qo'li bilan oldinni ko'rsatdi. O'sha tomonga qarab, ufuq chizig'i bo'ylab turgan odamning boshini ko'rib qoldim. U xuddi menga o'xshab, tizzalab butadan biz tomonga qarab turardi. Mak sas chiqarmay men tomonga o'rmalab keldi-yu, qulog'imga shivirladi. Men uni qo'lga olaman. Bir paytlar desantlar armiyasida xizmat qilganman. Bu mening ishimga tegishli. Bosh irg'idim va Mak qorni bilan soqchi tomon emaklab ketganini kuzatib turdim. Merin ham oldimgacha emaklab keldi-da, yonimga cho'zildi. U ham ufuqning yorug'ida odam turganini payqab qolgan edi. Biz xuddi qo'rshuvda qolgandek kutib yotardik. Biroq aytarli hech nima ro'y bermadi. Mak bizni aldadi deb o'ylay boshladim. Birdan soqchi o'rnidan turib, biz tomonga qaradi. Oy nurining qum uzra tushgan nurida ajoyib nishonga aylandi. So'ngra qandaydir bo'g'iq ovoz chiqardi-yu, yuzi bilan qum ustiga gup etib tushdi. Mak bizga qo'lini silkitdi va o'sha zahoti qum ortida yashirindi. Men unga tomon o'rmalab, Meriga orqamdan kelishni ishora qildim. U hech narsani fahmlashga ham ulgura olmadi, deb shivirladi Mak men yaqinlashganimda. Bu menga juda yoqayapti. Biz kon chekkasiga o'rmalab borib ichkariga kirdik. Ikkita yuk mashinasining chirog'i to'la kuch bilan ishlab, ochiq yorug'da bizga shiddat bilan faoliyat ko'rsatayotganlarning aniq manzarasini namoyon etib turardi. Bir to'da odamlar kuzovga cho'p qutilarini ortishar, boshqalari esa mashaqqat bilan tunnelga eltuvchi qing'ir qiyshiq so'qmoqdan pastga qarab tushar va yangi yashiklarni o'zi bilan birga olib chiqishardi. Yer osti yo'liga kiraverishda Baretning o'zi turardi. U qo'llarini silkitib, zo'r berib so'kinar va odamlarini shoshirgan edi. Mak beixtiyor Baretni nishonga oldi, ammo men uni tutib qoldim. To'xtang, u yerda sherigim bo'lishi kerak. Sherigim bu yerdan chiqishga ulgurmagan. Telefonga yetib bora olmagan. Pastga tushib, uni izlab ko'raman. Agar ular meni payqab qolishsa, ana shunda otinglar. Birinchi bo'lib Baretni nishonga oling. Mak bosh irg'adi va men asta-sekin konga tusha boshladim. Kutilmaganda oyog'im ostidagi tosh sirg'alib ketdi. O'zimni shartta butalar panasiga oldim. O'sha yerda damim ichimga tushib o'tirdim. Ammo pastda ishlayotgan odamlar shunchalik band ediki, biror narsaga e'tibor berishmasdi. Men panalab yurib, konning oxirigacha bordim. Mashina oldigacha emakladim. Baretning ovozi yaqqol eshitilar. U terlab ketgan odamlarni shoshirib, ularga qichqirardi. Men shovqinsiz odamlar, yuqortilgan mashinagacha o'rmalashda davom etardim. Ishlayotgan odamlarga pana bo'lgan tomonga bir amallab o'tib, astagina ko'tarildim va kabina ichiga qaradim. Baxtimga Paolo o'sha yerda ekan. Qo'l-oyoqlari arqon bilan bog'lab tashlangan, baqirmasligi uchun og'ziga latta tiqib qo'yilgan. U tovushimga burilib qaradi va nigohlarimiz uchrashdi. Men eshikni ochib, kabina ichiga kirdim. Qo'rqib ketgan Paolo og'zidagi lattani olganimda kulimsiradi. "Oh, sizni ko'rganimdan qanchalik baxtiyorman", dedi u. "Men ham",
Javob berdim Paulaning qo'llari bog'langan arqonni kesib. Nima bo'ldi? Siz qo'qqisdan ularga duch kelib qoldingizmi? Paula bosh irg'adi. Men oyog'ini arqondan bo'shatar ekanman, u o'shib qolgan qo'llarini uqalay boshladi. Baret sizni hamon konning ichida bo'lish kerak deb o'ylayapti. Mening u yerda bo'lganimni hatto bilmaydi ham. U meni siz tomonga boradigan yo'lni izlagan degan xayolda. Yuklab bo'lgandan keyin meni shaxtaga tashlashini aytib tahdid qildi. Mayli, o'zcha o'ylayversin. Ketdik. Tezroq yuqoriga chiqish kerak. U yerda bizni do'stlarimiz kutmoqda. Biz yuk mashinasining qorong'i tomonini ko'zlab, sekin va ovoz chiqarmasdan orqa tomonga o'tdik. Yo'lning yarmini bosib o'tganimizda kon tepaliklardan oshganimiz zahoti to'satdan ortimizdan qichqiriq eshitildi. Mening jonim tovonimga tushib ketay dedi. Baret bizni payqab qoldi deb o'yladim. Ortimga o'girilib qaradim. Baret konning ichkarisiga qarab turardi. Pastda ishlayotgan 3 kishi ham tor yo'lakning kirish joyiga termilib qolishgandi. Yana dahshatli, a'zoyi badanni muzlatadigan qichqiriq eshitildi. Birdan Baret tor yo'lakning ichkari tomoniga o'q uzdi va dahshat bilan qichqirgancha xuddi telbalardek so'qmoq bo'ylab pastga, mashinalar turgan tomonga tashlandi. Kalamushlar, deb nafasim tiqilib qoldi va Paulaning qo'lidan mahkam ushladim. Tezroq yuqoriga, olg'a! Paula bilan ilang-bilang so'qmoq orqali yuqoriga chiqqunimizcha Mak bilan Meri konga qarata palapartish o'q uza boshlashdi. Biz qichqiriq va o'q uzishlarini eshitdik. Ammo ortga qayrilib qaramasdan konning chetiga chiqquncha emaklashda davom etar. Azbaroyi charchaganimizdan zo'rg'a nafas olardik. Mak mening yuqoriga chiqishimga yordamlashdi. Qarang, kalamushlar! U qo'li bilan pastni ko'rsatdi. Yuzi esa dahshatdan bujmayib ketdi. Bu yigitlarning kuni bitdi. Men kon ichkarisiga qaradim. U gazandalar bilan g'ij-g'ij qaynab yotardi. Kalamushlar otishma bilan mashhur 6 kishi atrofida irg'alashardi. Baret birdaniga qo'lini silkitib, xuddi chavaqlanayotgan cho'chqadek chinqirib yubordi. Uchta kattakon maxluq yopishib tashlangani, uning malla terilar qaynab yotgan qozon ichida g'oyib bo'lganini ko'rib qoldim. Qolgan 5 kishi yerga qapishgancha kalamushlarning quturgan to'lqini ichida qolganida yana bir gala kemiruvchi chiyillash hamda shovqin-suron bilan shaxt ichidan chiqib, so'qmoq bo'ylab pastga odamlarni gumdon qilish uchun otildi. Men Paulaning qo'lidan ushlab oldim. Bu yerdan tezroq ketaylik. 4 kishilik guruhimiz qumlik bo'ylab katta yo'l tomon yugurib ketdi. Men Meri Jerome, Franconi va Paula Brendonning kabinetiga yopirilib kirganimizda vaqt yarim tundan oshgan edi. Qovog'i soliq va biroz qizargan Mifflin safimizning oxirini tashkil etardi. Okrug politsiyasining boshlig'i stol ortida o'tirar va har birimizni imkon qadar sinchkovlik bilan kuzatardi. Hozir u shunam kiyinmagan. Mifflin uni biz boshdan kechirgan voqeani eshitishi uchun to'g'ridan-to'g'ri to'shakdan turg'izgan edi. Qani, o'tiringlar, deb to'ng'illadi Brendon qo'li bilan stol atrofida turgan qator stullarni ko'rsatib. U dast burilib, leytenantiga tik qaradi. Xo'sh, u yerdan nimalar topdinglar? 2 yuk mashinada marixuana va 16 ta jasad, deb javob berdi Mifflin. Baretni kalamushlar yeb bitirgan. To'dadan bor yo'g'i 1 kishigina tirik qolgan. O'sha bizga hamma gapni gapirib berdi. Ammo u to'g'risida sizga meloy ma'lumot beradi. Eshitishni xohlaysizmi? Okrug politsiya boshlig'i menga qovoqlarini o'yib nazar tashladi. Stol xaladonini tortib, qimmatbaho sigara qutisini oldi. Ulardan birini o'ziga oldi-yu, boshqalarga taklif qilmasdan qutini yana joyiga qaytarib, xaladonni yopib qo'ydi. U faqat shuning uchun bu yerga kelgan ko'rinadi, dedi Brendon zaharxandalik bilan va yo'g'on barmoqlari Meri Jerome'ni ko'rsatib so'radi. Bu kim o'zi? Li Dedrikning xotini, dedim men. Kim deding? Li Dedrikning xotini. U Meri Jerome'ga o'girilib qaradi. Shunaqami? Ha, javob berdi u sovuqqonlik bilan pinagini buzmasdan. Unga qachon turmushga chiqqan edingiz? 4 yil muqaddam.
Brendon sigarani stol ustiga qo'ydi va oro berilgan qo'llari bilan boshidagi oqishga moyil dag'al sochlarini silab qo'ydi. Demak, uning Serena Marshland bilan nikohi haqiqiy emas, dedi u ruhan bo'shashib. Ochig'i shunday, dedim men Brendonning gangib qolganidan rohatlanib. Mening boshidan gapirishimni xohlaysizmi yoki savollar berishni afzal ko'rasizmi? Brendon yana sigarani qo'liga oldi. Qahr g'azabga to'lib, unga gugurtning cho'pini tiqib qo'ydi. Dedrik xonimchi, Serena Marshland bu haqida biladimi? Endi biladi. Har ishga qodir politsiya boshlig'i og'zining chekkalari osilib, boshi semiz yelkasi ichiga cho'kdi. U butun ko'rinishi bilan taqdir hukmiga murosa qilgan va tobelikka ko'ngan kabi qo'lini siltadi. Mayli, gapiring. Faqat hamma aytganlarimga ishonadi deb o'ylamang. Men o'zimning barcha izlanishlarimda ko'pgina taxmin va farazlarga tayanaman, deya gap boshladim kursidan bor gavdamni oldinga tashlab. So'zlab berganlarimdan nimalarnidir dalillar bilan isbotlash mumkindir, ammo ko'p qismini tasdiqlab bo'lmaydi. Shunday qilib, bizga Barrettning katta kontrabandachilar to'dasi boshlig'i ekanligi aniq. U giyohvand moddalarni yetkazib berish bilan shug'ullangan. Li Dedrik va Lut Ferris esa Barrettning yordamchilari bo'lishgan. Birinchisi Parijda shu ish bilan mashg'ul bo'lgan. Ikkinchisi marixuanani Meksikadan olib kelish bilan shug'ullangan. Bunga yetarli dalillarimiz bor. Shu bilan birga Dedrik bu ayolga uylangani ham bizga ma'lum. Men qo'lim bilan Meri Jeromni ko'rsatdim. U eri nima ish bilan shug'ullanganidan bexabar bo'lgan. So'ngli Merini tashlab ketib, Serena Marshlandga uylangan va Nyu-Yorkka kelib qolgan. Shundan so'ng faraz va taxminlar boshlanib ketadi. Aftidan Marshlandlarning haydovchisi Suyuki qandaydir yo'llar bilan Dedrikning aslida qanday odam ekanligini bilib qolgan. Balki u Dedrikni qo'rqitmoqchi bo'lgandir. Buni bilmayman. Balki fosh etaman deb tahdid qilgandir u. Ammo Dedrik Serena Marshlandning pullarini egallash yo'lidagi rejalarini barbod qilishi mumkin deb anglagandir. Shu bois Suyukini og'zini yopish uchun uni o'ldirgandir. Qotillikni yashirish hamda Serenadan ko'proq pul o'marish uchun Dedrik o'zining o'g'irlanishini tashkil etgandir. Bu g'oya a'lo darajada ish bergan. Hech kim Suyukini Dedrik o'ldirganidan gumonsiramaydi. Shu bilan birga o'g'irlanish ro'y berganiga hech kim shubhalanmaydi. Bularning barchasiga Barrett to'la to'kis yordam bergan. Dedrik Barrettning uyida yashirincha yashayveradi. So'ng 500 ming garo pulini undirib oladi va Pirelliga qarshi xuddi o'g'irlangandek soxta dalillar tayyorlaydi. Darvoqe, buni amalga oshirish oson. Chunki Pirelli u yashaydigan xonaning qarshisidagi uyda istiqomat qiladi. Barrettning Pirellini ko'rgani ko'zi yo'q edi. Shu sababli uning xonasiga qarmoq, garovdagi pulning bir qismini va to'pponchani tashlaydi. So'ng politsiyaga o'z nomini yashirib xabar beradi. Politsiya bu joyga kelib, Pirellini qamoqqa oladi. Shu so'zlarni aytganimda Brendon Mifflinga qiyon nazar tashlab to'ng'illadi. Bilasanmi? Bular hammasi nimaga o'xshab ketayapti? Turgan bitgani Meloyning g'irt safsatasi. Meloy, sening maqsading aniq. Pirellini qamoqdan chiqarib olish. Ammo sen Dedrikni Pirelli o'g'irlamaganiga meni ishontiradigan hech nima ayta olmading. Xo'sh, yana nima gaping bor? To'kib sol. Barrett yashaydigan uyda Gratsiya Lehman nomli qorovul ayol yashagan. U Barrettni qo'lida qarmoq tutgan holda ko'rib qolgan. Ayol Barrettni qo'rqitmoqchi bo'lgan. Dedrik Gratsiyaning oldiga ko'rishish uchun kelgan u uni o'ldirgan. Brendon zaharxandalik bilan kuldi. Uni kim o'ldirgan deding? Dedrik, yengil matodan tikilgan kostyum va oq namatsimon shlyapa kiygan holda. Qotillik ro'y bergan tunda uning Gratsiya bilan birga turganini John Dridon ko'rgan. Bularning hammasi kampirlarning cho'pchagidek gap. O'sha Lehman deganing o'zini o'zi o'ldirgan. Tushunarlimi? Sening esa yakka-yu yagona shohiding
bu ko'chadagi fohisha xolos. Meni uning ko'rsatmalariga ishonadi deb o'ylaysanmi? Guvohlarning birontasi ham teshik tangaga arzimaydi. Uning so'zlariga yelka qisib qo'yishdan boshqa ilojim qolmagan edi. Yengil matodan tikilgan kostyum kiygan kishi Dedrik ekanligini sen qayerdan bilasan? Ilgari uni ko'rganmiding? Yo'q, ko'rmaganman, ammo ovozidan tanib qolganman. O'zini o'g'irlash sahnasini o'ylab topganida men bilan telefon orqali gaplashgan edi. Shunday tovushi borki, tanimaslik mumkin emas. Bu haqda sudda maslahatchilarga gapirib bergin. Ana shunda nimalar bo'lishini ko'rasan, deb tirjaydi Brendan. Sening bugun o'zlashtirganing shuki, Barret kontrabandachilar to'dasiga boshchilik qilib, giyohvand moddalarni yuklash bilan mashg'ul bo'lgan. Buning uchun minnatdorman. Shu xolos. Qolgan hammasi hech qanday isboti bo'lmagan uydirmadan iborat. Men Frankonga qaradim. U ham bosh irg'ib, go'yo politsiya boshlig'ining aytganlari adolatdan ekanligini tasdiqlagandek edi. Mayli, shunday bo'la qolsin. Endi uyga tarqalib uxlasak bo'ladi, dedim Brendanga kuchli zarda bilan. Men bu yerga o'zimcha kelib qolganim yo'q. Agar ishonishni istamasangiz, keragi ham yo'q. Shoshmagin. Aytganlaringni bayonlashtirish uchun takrorlashingga to'g'ri keladi, dedi Brendan ruhi ko'tarilib. U Miflinga ishora qildi. Miflin eshikni ochib, serjant McGrawni chaqirdi. Bir daqiqadan so'ng bu kabinetga esi past, do'mbul kishi serjant pog'onlarini taqqanicha kirib keldi. Uning oqxom semiz yuzi g'am tashvishdan xoli, betashvish edi. Bir taxlam qog'oz keltirib, kursiga o'tirdi-yu, kutib qotib turdi. Men aytganlarimni vaqti, soati, qachon, qanday ro'y berganini qayd etib takrorladim. Bu ancha vaqtimni oldi. So'ngra politsiya boshlig'i meni, Mary Jerome, hatto Paulani savollarga ko'mib tashladi. Ammo bundan hech nima chiqmadi. Bularning hech qaysida 1 gram ham dalil isbot yo'q, dedi u nihoyat. Aytgan gaplaringiz bilan sudda ishtirok etsangiz, okrug prokurori uni qanday aylantirib tashlashini ko'rasiz. Brendan o'sha zahoti Frankonga o'girilib qo'shib qo'ydi. Menga kelganda esa Dedrikni Pirelli o'g'irlagan deganman va hozir ham shunday deb hisoblayman. Bu jaydari kriminalist esa, Brendan meni ko'rsatdi. Fikrimni o'zgartirishga majbur etadigan hech nima topa olmagan. U tayangan barcha guvohlari yoki o'lik, yoki ishonish qiyin bo'lganlardir. Agar siz Frankon Delmonika baridagi Lola tasdiqlagan Pirellining aybsizligini isbotlovchi dalil sudni ishontiradi deb hisoblasangiz, u holda aniq jinnisiz. Endi ketinglar. Sen, Meloy, mening ko'p vaqtimni olding. Bu yerga Dedrikni boshlab kel. Ana shunda balki hamma gapingga ishonarman. Bu oxirgi so'zim. Omad tilayman. Biz yo'lakka chiqqach, bir-birimizga tikilib qoldik. Hech nima qila olmaysan. U haq, Vik, dedi Frankon. Sening aytganlaring ajoyib, ammo ular sudda bizga yordam bermaydi. Dedrikni topish kerak. Chiqaverishda bizga Miflin qo'shildi. Qani, uyimizga ketdik. Odamlar dam olish kerak, deb to'ng'illadi u. Sening yigitlaring Dedrikni izlab ko'rishdimi? So'radim undan. Biz Dedrikni emas, balki yengil matodan tikilgan kostyum kiygan kishini axtarayapmiz, dedi u ehtiyotkorlik bilan. Gratsiya Lemon o'ldirilgan kundan boshlab axtarayapmiz. Sen, Vik, Brendanga e'tibor berib o'tirma. U Gratsiyaning o'ldirilganiga shubhalanmaydi. Faqat shunchaki baqirishni yaxshi ko'radi. Agar uni axtargan bo'lsalaring, nega shu paytgacha topmadilaring? Charchoqdan leytenantning so'ppayib qolgan yuzi qizarib ketdi. Kerak bo'lsa topamiz. Tortishib o'tirmaymiz. Agar u shaharda bo'lsa, ertami, kechmi qamoqqa olamiz. Bordi-yu chuqur joyga yashiringan bo'lsa-chi? Sizlar axir shahardagi har bir uyni tintib chiqa olmaysizlar-ku, dedim men qiziqqonlik bilan.
Axir faqat shu tarzda uni topish mumkin. Frankon gapga aralashdi. U bizning arzimas munozaramizdan charchab shunday dedi. Xo'p, men uxlashim kerak. Ertaga og'ir kunim. Sizning esa, Vik, Pirelli ustidan bo'ladigan sudga 1 hafta. Men belgilagan kunimga 2 kun qoldi. Men sudda quruq qo'l bilan so'zga chiqmoqchi emasman. Bu haqda sizni ogohlantirgan edim. Men e'tiroz bildirmasdan turib, Frankon chiqib ketdi. Biz, ya'ni men, Meri va Paula ishimiz unamaganidan toliqib, charchab ko'chaga chiqdik. Balki men Merini uyga olib ketarman, dedi Paula. Ixtiyoringiz, ertaga idorada uchrashamiz. Balki o'sha vaqtgacha menda biror g'oya paydo bo'lib qolar. Men ularni taksiga o'tkazdim. So'ng ketgunlarcha qarab turdim. O'zimning mashinam tomon burilib ketayotganimda meni Mifflin quvib yetdi. Achinarli, Vik, dedi u. Ammo men hech nima qila olmasdim. Tushunaman. Men mashinaga suyanib, sigareta olish uchun cho'ntagimga qo'l suqdim. Seningcha, Dedrik shahardan chiqib keta oladimi? Mifflin yelkalarini qisdi. Kim biladi? Biz barcha yo'llarga, aeroport, avtobus bekatlari, temir yo'l vokzallarida kuzatuv joylarini qo'yib tashlaganmiz. Agar bulardan qutulib chiqib ketsa, uning omadi. Ammo shunday joy topib o'tirgan bo'lishi mumkinki, hech kim o'sha yerdan qidirishni xayoliga ham keltirmasligi mumkin. Shunaqaga o'xshaydi. Men bosh irg'idim. Biz shubha ostiga olingan uylarning hammasini tekshirib chiqdik. Gapini davom ettirdi Mifflin. Agar yashiringan bo'lsa, u nihoyatda ishonchli joy bo'lishi kerak. To'satdan kallamga bir fikr kelib qoldi. Ha, aftidan shunaqaga o'xshaydi, dedim men. Garov o'ynab aytamanki, u hali shaharda. Shoshma, Tim, ketma. Men nimadir o'ylaganga o'xshayman. Sen uyda bo'lasanmi? U holda yotishga shoshmay turasan. Balki men senga qo'ng'iroq qilarman. Xayolingga nima keldi? So'radi Mifflin. Seningcha u qayerda yashiringan? Men mashinamga chiqib, dvigatelni o't oldirdim. Sizlar axtarishga haddingiz sig'maydigan joyda, deb javob berdim men. Ocean End, hashamatli saroyida u, og'ayni. Mashinamning tezligini oshirib, gazni bosdim. Mifflin orqamdan nimadir deb qichqirdi. Ammo men endi uni eshitmasdim. Ocean Endga eltuvchi xususiy yo'ldan burilib, avtomobil chiroqlarini o'chirdim. Bu hashamatli hovli aqlga sig'mas darajada Dedrik yashirinishi mumkin bo'lgan eng qulay maskan ham. Agar to'ng'ich Marshland ketgan bo'lsa, qizi yolg'iz qolgan. Dedrik Sirenaga turli yolg'onlarni do'ndirib, yashirinish haqida hech bir qiyinchiliksiz kelishib olishi mumkin. Albatta, bu bor yo'g'i taxmin xolos. Garchi o'lguday uyqum kelayotgan bo'lsa-da, men tekshirib ko'rmasdan uxlay olmasligimni yaxshi bilardim. Hovliga 1 milya qolganida to'xtab, mashinadan tushdim. Yo'lning qolgan qismini piyoda bosib o'tsam ishonchli bo'ladi. Asosiy darvoza butunlay berk ekan. Men o'g'rilardan bunday dang'illama hovlida o'rnatilgan turli xildagi signal qurilmalari xususida eshitgandim. Shu bois o'zimni darvozadan uzoq tutdim. Baland devor yonidan o'tayotib, osilib turgan, chirmashib o'suvchi lianaga ko'zim tushdi. U meni ko'tara oladigan darajada mustahkam ekanligiga ishonch hosil qildim. Devor ustiga chiqishimga ozgina harakat kifoya edi. Ko'z oldimda oy yog'dusiga yashnab, barq urib yotgan bog' namoyon bo'ldi. Men shovqin solmaslikka harakat qilib, ehtiyotkorlik bilan to'ppa-to'g'ri gulzor ustiga sakradim. Sal uzoqda uy ko'rindi va men yashirinib, har bir soya tushgan joy va buta ortiga pisini berkingan kuyi o'sha tomonga yaqinlasha boshladim. Ular ayvonga boraverish yo'lidagi har qadamda uchrar edi. Pastki qavat butunlay qorong'ilikka cho'lg'agan. Shunga qaramay, tepadagi 2 derazadan yorug'lik taralib turibdi. Vaqt yarim kechadan oshgan bo'lsa-da, kimdir hanuz uyg'oq edi. Men ayvon tomon zinadan ko'tarilar ekanman, rezina taglik qo'yilgan poyabzalim biror marta ham g'ijirlamadi. Derazalardan biridan menga tushgan nur ayvonning oq tosh plitalarini yoritib,
ochiq, to'rtburchak shakl paydo qildi. Yuqoriga chiqib borish juda oson. Deraza bolxonali ayvonga o'rnatilgan. Men panjaraga oyog'imni qo'yib, yuqoriga xarigacha yetdim. So'ng ikki qo'lim bilan mahkam ushlab ko'tarildim-u, parda osilmagan derazaga nazar tashladim. Ko'zlarimga ishonmay qoldim. Kravatda yengil matodan tikilgan kostyum kiygan kishi bemalol yalpayib yotardi. Bir qo'lida viskili bardoq, ikkinchisida esa jurnal. Og'zida qistirilgan sigareta tutab turar va u diqqatini jamlab nimanidir o'qir edi. Shunday qilib, mening taxminim tasdiqlandi. Darvoqe, ish muvaffaqiyatli yakunlandi deb o'ylash mumkin. U shu qadar yaxshi hisobini olganki, bu joydan boshqa qayerda ham shunday xavf-xatarsiz yashash mumkin. Yo'q, bu odamni yolg'iz holda qo'lga olmoqchi emasman. Menga guvohlar kerak. Afsuslanib, naqshinkor panjaradan ayvonga sakrab tushdim-u, yaqin atrofdagi telefon avtomatini eslay boshladim. Ammo o'ylashimcha, bu atrofda bo'lishi mumkin emas. Boz ustiga menga haddan ziyod kerakli odamni bu yerda yolg'iz, qarovsiz qoldirib bo'lmaydi. Agar uxlab yotganida telefon budkasini axtarish bahonasida hovlida qoldirib ketishim mumkin edi. Lekin ayni damda u har bir daqiqada o'rnidan turib ketib qolishi mumkin. Shunda birdan zalda telefon turishi esimga tushdi. Men ayvon orqali oynavand eshikka yaqinlashdim. U zalga olib borardi. Oynaning yorqin nurida eshikdagi avtomatik signalizatsiyani ko'zdan kechirdim. Shubhali hech nimani payqamadim. Eshikning qulfini ochish o'rniga uyni aylanib o'tib, ochiq derazani axtarishga tushdim. Bu oqshom men uchun omadli keldi. Uy binosini aylanib ko'rib, uyning orqa qismida bitta derazaga ko'zim tushdi. U osongina ochildi. Boshimni ichkariga tiqib quloq soldim. Hamma joy jimjit. Yon cho'ntagimni kavlab, Paulaning fonarini oldim. Uning quvvati garchi o'tirib qolgan bo'lsa-da, ro'paramda zalga olib chiquvchi yo'lak turganini ko'rsatdi. Qo'llarimga tayanib, derazaga chiqib oldim. So'ng uni yopib, oyoq uchida zalga tomon harakat qildim. Uyda osudalik hukm surardi. Zalga o'tishdan oldin biroz vaqt quloq solib turdim. So'ng kirib, ortimdan eshikni mahkam yopdim. Telefon apparati divan yonida turardi. Men go'shakni ko'tarib, Miflinning raqamini terdim. Chaqirilayotgan uzundan uzoq gudok tovushini ko'nglimdan o'tkaza turib, baland qavatdagi har bir ovozni ilg'ab olishga urinardim. Nihoyat shiqirlash eshitilib, Miflin "Hello" dedi. Men uni topdim, deya shivirladim go'shakni og'zimga mahkam bosib. U Ocean Endda. Bir nechta daqiqadan so'ng bu yerga kela olasizmi? Aniqmi? O'zing ishonasanmi? Miflinning ovozi hayajondan titrab ketdi. Albatta ishonaman. Uni o'zim ko'rdim. Endi yaxshilab eshit, Tim. O'zing bilan birga Meri va Paulani ham olib kel. Guvoh sifatida. Mashinani uydan uzoqroqqa qo'ygin. Darvozaga yaqin kelmanglar. Yaxshisi, devordan oshib o'tinglar. Ayvonga ko'tarilgach, men chaqirmagunimcha eshik orqasida turinglar. Okey? Sen o'zing haqiqatdan o'sha ekanligiga ishonasanmi? Qayta so'radi Miflin. Xususiy uyga ordersiz bostirib kiradigan bo'lsam, ish joyim va leytenantlik yulduzchalarimdan ajralib qolishim mumkin. Shu safar amalingni o'ylamay tursang yaxshi bo'lardi. Tezroq bo'l. Men qizlarga aytaman. Ular kiyinib seni kutib turishadi. Xullas, sizlarni 20 daqiqadan so'ng kutaman, dedim men va e'tiroz bildirishiga ulgura olmasdan go'shakni qo'ydim. So'ng darhol Paulaning raqamini terdim. Tezroq kiyininglar, dedim u go'shakni ko'targanida. O'zingiz bilan birga Merini ham oling. 20 daqiqadan so'ng Miflin sizlarning huzuringizga boradi. Ocean Endga jo'naysizlar. Men Dedrikni topdim. Paula so'rab o'tirmadi. Bunga vaqt sarflamay, hozir tayyor bo'lamiz, dedi. Men go'shakni qo'yib chekdim. Hayajondan terlab ketganimni ana shunda his qildim. Birdan yuqorida o'q uzilgani eshitildi. Men divandan uchib ketgudek bo'lib turdim. Zalni oralab o'tib,
O'q tovushining aks sadosidan oldinroq eshikni ochdim. Qorong'ilik qo'ynida tik turib quloq tutdim. Qayerdadir eshik ochildi. Chiroq yondi. Kimdir zinapoya yonidagi tor yo'lakdan yugurib o'tib ketdi. Men yashil atlas yopqich kiygan ayolning g'ira-shira sharpasini zo'rg'a ilg'ab oldim. Boshqa eshik yopildi. So'ng dahshatli qo'rqinch aralash faryod yangradi. Uchta zinani bittada xatlab bosib, yuqori qavatga uchib chiqdim. Shunda yorug'lik tushib turgan eshik ortidan uning oxiridan ikkinchi bor ayanchli nola eshitildi. Men tor yo'lakdan sakrab o'tib, eshiklar yonida to'xtab qoldim va xonalar hamda Dedrikning xonasiga nazar tashladim. U qimirlamay yotar, Sirena esa tepasida engashgancha zo'r berib yelkalaridan ushlab silkitardi. Li deb qichqirardi u. Li, nimalar qilib qo'yding, azizim? Javob ber. Men xonaga tezgina kirib bordim. Kravatda yotgan kishiga bir qarab, o'lganligini bilish mumkin edi. O'q uning chekkasiga tekkan, qon yuzidan oqib, oq ko'ylagiga sachragan edi. Sirenaning qo'lidan ushlab oldim. O'zingizni bosing, dedim men. Endi hech qanday yordam bera olmaysiz. U menga keskin o'girilib qaradi. Ko'zlari dahshat bilan boqardi. So'ng yig'lashga tushdi. Qo'llari bilan meni itarganday bo'ldi. Keyin ko'zlari charaqladi va hushdan ketib, qo'llarimga yiqilib tushdi. Men Sirenani pol ustiga yotqizib, murda ustiga engashdim. Kravatda uning o'ng qo'li yonida 38-kalibrli avtomatik Colt to'pponchasi yotar. Uchidan tutun chiqib turardi. Murdaning yuzida dahshat qotib qolgan. Bir nechta porox uning oq terisini kuydirgan edi. Nima bo'ldi? Men burilib qaradim. Ostonada xalat kiygan Uedlock turar. Sochlari hurpayib ketgan edi. O'zini otib qo'ydi. Qisqagina javob berdim men. Dedrik xonimni bu yerdan olib ketishga yordam bersangiz. Sirenaning ustiga engashib, qo'llarimda ko'tardim u xonadan olib chiqdim. Eshik og'asi chetlanib menga yo'l berdi. Uning yonoqlari bo'zarib, bir ucha boshladi. Men Sirenani zinapoyadan pastga olib tushib, zaldagi divanga yotqizib qo'ydim. Ko'cha tomondagi eshikni oching, toza havo ko'proq kirsin, dedim Uedlock chiroqni yoqqan paytda. U ayvonga chiquvchi eshikni ochguncha men bardoqqa viski quyib, Sirenaning yoniga keldim. Divan yonida tiz cho'kkanimda u ko'zini ochdi. Ko'nglingizni cho'ktirmang, o'zingizni ehtiyot qiling, dedim unga. Mana, biroz ichib oling. U achchiqlanib qo'limni itarib yubordi va o'rnidan turdi. Li, quloq soling. Endi unga hech qanday yordam bera olmaysiz. Iltimos, kayfiyatingizni buzmang. U o'zini orqaga, yostiq ustiga tashlab, qo'llari bilan yuzini yashirib oldi. Li, nega bu ishni qilding? deb faryod chekdi eshitarli qilib. Nega, azizim? Uedlock yaqin kelib, unga chor-nochor tikildi. Politsiyani chaqiring, deb buyurdim unga. Bu yerda nima ro'y berganini ayting va boshqa ishga xalaqit bermang. Men tushunmayapman, talmoq so'radi Uedlock gangib qolgancha. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Qanday kelib qoldingiz? Buning ahamiyati yo'q. Politsiyani chaqiring. Chol nimadir demoqchi bo'ldi. O'ylab ko'rdi shekilli, qo'lini siltab, asta-sekin yurib xonadan chiqib ketdi. O'znalarini bosib yuqoriga ko'tarilayotganini eshitdim. Mana, ichib oling. Yana Sirenaga murojaat qildim men. Siz bardam bo'lishingiz kerak. Hozir bu yerga politsiyadan izquvarlar yopirilib kelishadi. Uni yashirganingizni bilib qolishsa, sizga yomon bo'ladi. Sirena bardoqni olib ozgina xo'pladi. Titrab ketdi-yu, bardoqni stol ustiga qo'yib dedi. Nima uchun? Men hech kimga aytmayman. Politsiyaga xabar qilmayman deb so'z bergandim. U kecha kechqurun qaytib kelib, o'zini o'g'irlab ketganlar qo'lidan qochganini aytdi. Agar bu yerda ekanligini bilib qolishsa, o'ldirib yuborishar ekan. U hatto Uedlockdan ham hech kimga aytmaslikni iltimos qildi. Kimlar o'g'irlaganini ham aytdimi? Bo'lmasamchi, Barret va Pirelli-da, javob berdi Sirena og'ir nafas olib.
Baret Perelini oldingi hayotiga nuqta qo'ymoqchi bo'lgani uchun yollab, uni o'ldirmoqchi bo'lganini aytdi. Men qo'rqqan gap ana shu edi. Serena politsiyaga ham xuddi shunday deb aytishi mumkin. U Perellini tilga olganiga ishonchingiz komilmi? Men ayvonda qandaydir harakatni payqab, Miflin kelganini taxmin qildim. Serena yuzini o'girdi. Bu gapni o'ylab topishimning menga nima keragi bor? Dedi u. Eshikka yaqin bordim. Ayvonda Paula, Mary Jerom va Miflin turishardi. Men leytenantni imlab, qizlarga shu yerda qolib, hozircha ko'rinmay turishni ishora qildim. Miflin uyga qo'rqibsa, xuddi mushuk issiq plita ustida yurgandek bir-bir bosib kirdi. Serena menga burilib qaradi va unga tikilib qoldi. Dedrik yuqorida, deb izoh berdim men leytenantga. U o'zini otdi. Miflin so'kindi va zaldan tezgina chiqib, zinapoyalardan yuqoriga ko'tarildi. U bu yerga qanday kelib qoldi? Deb so'radi Serena va go'yo bo'g'ilib qolgandek qo'lini kuylagining yoqasiga chirmashtirdi. Juda oddiy. Men Dedrik shu yerda yashiringan deb taxmin qilgandim. Shuning uchun politsiya leytenantiga sim qoqdim. Siz anavi telefondan qo'ng'iroq qildingizmi? Men bosh irg'ib qo'ydim. Endi tushunarli. Ehtimol sizning gapingizni eshitib qolgan u, shundan keyin o'zini otgan. Men unga savol nazari bilan qaradim. Unga o'zini otishi nima uchun kerak bo'ldi? Serena boshini egdi va yuzini o'girdi. Axir uni politsiya qotillikda ayblab axtarayotgandi-ku, shunday emasmi? To'g'ri, ammo barchasi siz aytgandek emas. Men Lining xonasida bo'ldim, ammo unda bir xil o'tkazgichli telefon yo'q edi. Serena bu gapga javob bermadi. Shunda menda yana bir faraz yilt etib o'tgandek bo'ldi. Bu kecha men taxminlar to'riga tushgan edim. U sizgacha uylanganini bilarmidingiz? Deb so'radim iloji boricha xotirjam bo'lishga urinib. Serena g'azabga to'lib bir to'lg'anib qo'ydi. Yuzi jonsiz niqob qiyofasiga kirdi. Men bu mavzuda gapirishni istamayman. Menga esa siz Dedrikning birinchi xotinini ko'rishni istaganga o'xshab ko'rindingiz. U ayvonda kutmoqda. Serena shiddat bilan oyoqqa sakrab turdi. Men uni ko'rishni istamayman. Uyim ostonasini bosib o'tishga haddi sig'maydi. Ammo u Dedrikni taniy oladi-ku. Baribir bu yerga kirishiga to'g'ri keladi. Yo'q, uning uyimga kirishini man etaman. Serenaning yuzi bo'zarib ketdi. Charaqlagan katta ko'zlari esa butunlay ich-ichiga kirib ketgandek bo'ldi. Men Dedrikni sevaman, davom etdi g'azabga to'lib qaltirayotgan quyi Serena. Bu xotin unga suykalishini aslo istamayman. Men oynavand eshikka yaqin bordim. Kiring, deb Mary Jeromni taklif etdim. Yuqoriga chiqing va eringizni ko'zdan kechiring. Bu ayolga e'tibor bermang. Bilaman, u nima uchun xohlamayotganiga. So'zlarim bo'g'zimda qoldi. Serena holning narigi tomonidagi yozuv stoli g'aladonidan nimanidir timirskilab topdi. So'ng uni bizga o'qtaldi. Serenaning qo'lida kichkina avtomatik to'pponcha yaltirar edi. Joyingdan qimirlama. Mary eshik yonida xotirjam turar. Serenaga sovuq va qahr bilan qarar edi. Siz nega buncha qo'rqib ketdingiz? Deb so'radim men sezdirmay u tomonga surilar ekanman. To'xtang, joyingizdan jilmang. Bo'lmasa otib tashlayman. U tepkini asta-sekin bosayotganini ko'rib to'xtab qoldim. Otachor qurol bilan ehtiyot bo'lib muomala qiling, deb ogohlantirdim men. Bu ayolni ko'zimdan yo'qoting. Mening liyimga yaqinlashishini xayoliga ham keltirmasin. Bu yerda nima bo'layapti o'zi? Xonaga Miflin qaytib kirdi. Ko'chada mashina tormozlarining shovqini eshitildi. Ayvon bo'ylab og'ir qadam tovushlari gursilladi. Xonaga serjant Makgro va 2 politsiyachi hamrohligida kirib keldi. Serena darhol o'zini orqaga tashladi. Ammo men uning har bir qadamini kuzatib turardim. Serena to'pponchani qanday ko'targani, o'zining ko'kragiga tiraganini payqab qoldim. Men bu vaziyatni kutgandim. Shuning uchun to'pponcha otilib ketishidan oldin unga tashlanib oyog'idan chalib yiqitdim. Miflin yashin kabi oldinga intilib, tizzalab oldi
va uning qo'lidan to'pponchani tortishga ulgurdi. Men o'zimni chekkaga oldim. Serena yonbosh bo'lib yotar. Boshini kafti bilan mahkam ushlab, faryod chekib nola qilardi. Jarohatlanmadimi ishqilib? So'radi Mifflin og'ir nafas olarkan. Men bosh chayqab, Serenadan archalarida poldagi o'qdan o'yilgan joyni ko'rsatdim. La'natlar, nima bo'layapti o'zi bu yerda? Deb bobilladi Magro. Nima gap? Uni yuqoriga olib chiqing. Dedrikni o'z ko'zi bilan ko'rsin, dedim men Mifflinga Meri Jeromni ko'rsatib. Garchi o'zi bilmasa-da, bu yerda nimalar ro'y bergan bo'lsa, hammasining ochqich kaliti o'shaning qo'lida. Ammo qanday? Dedi Mifflin. Uni yuqoriga olib chiqing, gapini bo'ldim. Mayli, men emas, bu yerda nima bo'lganini o'zi aytsin. Mifflin yelkalarini qisdi va Meriga ortidan yurishni ishora qildi. U Mifflinga ergashib ketdi. Men esa Serenani ko'tarib divanga yotqizdim. U qo'llari bilan yuzini berkitgan, tanasi esa ovoz chiqarmay chekayotgan nola fig'ondan titrar edi. Magro tishlarini g'ichirlatdi. Shunday qilib, sen baribir bu jumboqni yeshding, istig'zo bilan kuldi u. Qani, hammasini to'kib solchi, qanday uddalading? Senga boshqalar to'kib solaversin, to'ng'illadim men va Paulaning yoniga yo'l oldim. Vik, bu yerda nimalar bo'lyapti? So'radi u. Qo'llaringizni duoga tayyorlang. Ehtimol, endi Pirellini turmadan olib chiqarmiz. Biz tik turgancha kutardik. Bir necha daqiqadan so'ng Meri Mifflin hamrohligida pastga tushib keldi. Bilasanmi? Dedi Mifflin hansirab. U yerda Dedrik yotgani yo'q. Meri, bu Lyud Ferris deyapti. Leytenant Magroga qarab qoldi. Serjant, sen Ferrisning aftu basharasini taniysan. Qani, yuqoriga chiqib qarachi, u yerda kim yotgan ekan? Magro zinaga yo'l oldi. U esa Dedrik deyapti. Mifflin boshi bilan Serena tomonni ko'rsatib. Serena hamon divanda yuzlarini berkitgancha yotardi. Men bosh irg'idim. Bir payt Magro panjara ortidan engashib qichqirib yubordi. Bu Ferris, aniq shunday. Unday bo'lsa, Dedrik qayerda? So'radi Mifflin. So'rang, balki aytib berar, dedim men Serenani ko'rsatib. Menimcha, konda undan latta va suyak qolgan. Bosh chanog'ida esa o'q teshigi bor. Birdan Serena divandan sakrab turdi. Uning yuzi oqarib ketgan, ko'zlari esa qat'iyat bilan chaqnardi. Dedrikni men otdim, dedi u zo'rg'a eshitiladigan ovozda. Ferrisni ham men o'ldirdim. Menga nisbatan qanday jazo qo'llasangiz qo'llayvering. Menga hammasi baribir. Kechki oqshom soat 5da idoramiz eshigi zarb bilan ochilib, xonaga bizning huzurimizga Tim Mifflin vazmin yurib keldi. Men o'zimning orom kursimda muk tushib o'tirardim. Paula esa Kermanning to'zib ketgan kushetkasi yonida turardi. Kerman endigina Parijdan qaytib kelgan va Paulaga sarf xarajatlar xususida hisob berardi. Uning xarajatlari ro'yxati to'ng'ich John Rockefellerning daromadidan ham katta edi. Bir ziyofat uchun shampan vinosiga $20, deb xitob qildi Paula ro'yxatni yordamchimning yuzi oldida silkitar ekan. Tag'in hammasi bir chaqaga qimmat. Hech qanday axborot yo'q. Hisob-kitobga yarasha hech vaqo yo'q. Kerman ojizona qutulishga urindi. Nega menga buncha mayda-chuyda bilan yopishib olding o'zi? Deb zorlandi u. Yigit kishi biroz kayf-safo qilmoqchi bo'lgan. Shunga shunchami? Ha, Tim, senmisan? Kiraver. Xursand bo'lib qichqirdim men va sakrab turib yoqimli mehmonga peshvoz chiqdim. Huzurimizga kelasan deb o'ylamagandim. O'tir. Ey Jek, ming'illashni bas qil. Leytenantga viski qo'yib ber. U faqat shunga yaraydi xolos, kesatdi Paula. Bu yerda menga ozgina ishonishlarini eshitish ham yoqimli, faxr bilan dedi Kerman. U kushetkadan turib shishalar bilan mashg'ul bo'ldi. Shu asnoda Mifflin ham ro'baramdagi orom kursiga og'ir cho'kdi.
Ish nimalar bilan tugaganini bilish hamma uchun qiziqarli bo'lsa kerak, deb gap boshladi u. Qanday kun bo'ldi o'zi? Brendonga zarba berildi. Mifflin kulib yubordi. Serena bilan ham ish silliqqina bitdi. U hammasiga iqror bo'ldi. Qiziq ishda. Xotinlarni salgina bo'sh qo'ydingmi, aslo to'xtata olmaysan. Erkaklar ham bundan kam emas, deb yumshoqqina e'tiroz bildirdi Paula. Mifflin qadahni qo'liga olib, menga ko'z qisib qo'ydi. Xo'p, sog'-omon bo'laylik, dedi u. Ajoyib. U mamnun bo'lganidan tilini taqillatib qo'ydi. Menga shunisi yetmay turgandi o'zi. Gap bunday. Franko Serenani himoya qilishni o'z zimmasiga olgan edi. U boy badavlat mijozlardan sovg'a salom undirish qobiliyatiga ega. Men Serenani politsiyaga olib borganimda, u Pirellining huzurida ekan. Menga Frankoning darrov Serenaga bog'langani hayron qoldirdi. Pirellini 1 soat oldin ozod etishdi. Brendon-ku bu ishni qilmoqchi emasdi. Ammo iloji yo'q. Pirelli sevgilisi bilan ko'rishganidan keyin kelib uchrar ekan, o'zi aytdi. Mayxo'rlik mening hisobimdan boshlansin, dedi. Ajoyib bo'pti, xitob qilib yubordi xursandligidan Kerman. Demak, bugun restoranda kayf safo qilar ekanmiz-da. Hisob-kitobni albatta sen to'laysan, deb gap qistirdi Paula. Serena so'roqda nimalarni gapirganini eshitishni istaysanmi? Deb menga murojaat qildi Mifflin. Albatta. Sen Suyukining o'ldirilishi bilan qiziqib qolganingda haqiqatdan uzoqda emasding. Hammasi o'shandan boshlandi. Suyuki boshidanoq Dedrikni ko'rgani ko'zi yo'q edi. Dedrik Marshlandlarnikida Nyu-Yorkda bo'lganida Suyuki sezdirmasdan uning mashinasi yukxonasini ko'zdan kechiradi va kontrabandachilik faoliyatiga doir dalillar topadi. Shu bilan birga Meri Jeromga uylanganini bilib oladi. O'zining kashfiyoti to'g'risida Serenaga gapirib bermoqchi bo'ladi, ammo ulgurmaydi. Chunki u Dedrik bilan shoshilinch ravishda shahrimizga kelishi kerak edi. Shunda dalillarni Serenaning stol ustida qoldiradi. Ularni o'qib ko'rgan Serena darhol samolyotga o'tirib, Dedrikning ortidan uchib ketadi. Ular Ocean Endda uchrashadilar. Suyuki esa oqshom soat 10da Dedrikning yoniga qaytish uchun Orchid otelga yo'l oladi. Serena Dedrikni qo'shqotillik va qalloblikda ayblaydi. Ammo Dedrik uning ustidan kuladi va senga puling tufayli uylanganman deb qo'shib qo'yadi. Aftidan Marshlandlar bilan bu tarzda gapirib bo'lmaydi. Nihoyat Serena uni otib o'ldiradi. Dedrik bilan Ocean Endda Barrett va Ferrisning uchrashuvi belgilangan edi. Ular qotillik yuz bergandan so'ng deyarli bir necha soniya kechikib kelishadi va Serenani jinoyat sodir etgan holatda uchratib qolishadi. Barrett bularning barchasidan boyish imkoniyatini anglaydi-yu, darhol foydalanmoqchi bo'ladi. Politsiya mazkur qotillik to'g'risida bilmagani uchun u Serenani o'z qo'lida tutib turdi. Barrett o'likni shaxtada yashirishni taklif qildi. Buning uchun Serena pul to'lash kerak edi. Ayolning boshqa iloji qolmagan edi. Ferris Dedrikning murdasini o'zining mashinasida ortib, uni konga yashirib qo'ydi. Bu kon Monteverdida joylashgan. Barrett esa Serenani orqaga, aeroportga olib boradi. So'ngra Barrett Ferris bilan birga ortga qaytib, Suyukini kuta boshlashadi. Uni o'ldirib, Ferris senga Dedrik deb o'zini tanitib, o'g'irlik sahnasini o'ylab topadilar. Bu voqea soat 10da ro'y bergan deyishadi. Vaholanki Dedrik soat 8da o'ldirilgan edi. Shu bilan u Serenaning aybsizligini ta'minlagan edi. Qolganlari senga ma'lum. Ferris Barrett halok bo'lganini bilgandan so'ng Ocean Endga otlanadi va Serenadan o'zini yashirishni so'rab, uni qistaydi. Serena yondosh ulangan telefondan sening tungi suhbatingni eshitib qoladi. Bu gap so'zdan keyin bordi-yu, Ferris qamalsa, meni sotib qo'yadi deb uni bir umr indamaslikka majbur etadi. Go'yo biz uni Dedrik deb ishonishimizga umid bog'laydi. Shu tariqa qaltis o'yin boshlanadi. Bu rejadagidek yakun topishi mumkin edi. U xonaga kirib yashiringan bechora Ferrisni orqa tomonidan otdi.
o'z joniga qasd qildi deb nayrang ishlatdi. Bordi-yu, Meri Jerom bo'lmaganida hammasi muvaffaqiyatli tarzda tugashi mumkin edi. Bunday deb o'ylamayman. U Edlok Serenaning mas'uliyatdan xalos bo'lishiga aslo yo'l qo'yarmidi? U Dedrikni yuzidan tanir edi. Shu bilan birga Serena xatoga yo'l qo'ydi. Aslida Feris bo'lgan Dedrik degani o'z xonasidagi telefoni orqali meni eshitgan bo'lib chiqdi. Vaholanki, uning xonasida hech qanday telefon yo'qligini bilardim. Ana shu holat meni sergaklantirdi va Serena uchun muhim vaziyatda nega uni ochish zarur bo'lib qoldi deb so'rashga majbur etdi meni. Endi unga nima bo'ladi, Tim? Mifflin yelkalarini qisdi. Ha, Frankoning qanotlari ostida unga hech gap bo'lmaydi. Har holda pulning kuchi qanday bo'lishiga qoyil qolmay iloj yo'q. Hatto Frankon ham uni qutqarib qola olmaydi deb o'ylayman. Meri Jerom nima bo'ladi? Hech narsa. Uni hech nimada ayblay olishmaydi. U emin, erkin ayol va bizning asosiy guvohimiz. Mifflin orom kursidan turdi. Xo'p, endi men ketishim kerak. Pirelli politsiyachilar bilan uchrashishni yoqtirmasa kerak. Shuning uchun bu yerdaligim bilan uning kayfiyatini buzmayman. Mifflin ketgach, Kerman beparvolik bilan so'radi. Pirellining ma'shuqasi chiroylimi? U qanday bo'lmasin, senga hech qanday aloqasi yo'q, deb gapga aralashdi Paula, yana hisobotga ro'yxatni ilova qilar ekan. Sen, yaxshisi, mana bu xarajatni tushuntirib ber. Atir uchun $50 deganing nimasi? Men Kermanning jo'shqin, ammo kam darajada ishontira oladigan izohlarini eshitgancha huzurlanib, yana yumshoq orom kursiga o'tirdim.